Assalomu alaykum do'stlar. Men ismim Islomjon. Koreyada 7 yildan beri yashab kelyapman. Instagramda Aliyev Team nomi ostida ba'zi bloglar yuritib turardim. Keyin Instagram qolib, YouTube'da ham qanaqadir kontent qilishga qaror qildim. Bu qaror kelishimizning asosiy sababi Koreyada ko'pchilik odatda ishlagani keladi. Ya'ni kuniga $100 topib, oyiga $3000 chiqarib, qanaqadir shu momentdan foydalanib ko'proq pul qilish uchun keladi. Shuni orasida ko'p muammolar kirib ketadi. Bu YouTube'da biz Koreyada muvaffaqiyatga erishgan insonlarni, misol uchun kompaniyada ishlaydigan insonlar, biznes qilyapti turgan insonlar bilan borib uchrashib, Koreyaga qanday kelib qolishganligi, qanday qilib bu, ya'ni kompaniyalarga ishga kirishgani yoki biznes boshlashgani, Koreyada muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar qilishganligini aniq, detalniy qilib, hech qanaqangi yolg'onlarsiz, hech qanaqangi Instagramdagi shov-shuvli yoki bir yolg'on ma'lumotlarsiz borini olib chiqmoqchimiz. Ya'ni bu narsaga o'zi erishsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Yoki bu prosta ertaymi, ya'ni Instagramdagi yolg'onlarga ishonib yashashimiz kerakmi degan narsani ko'rsatish uchun bu kontentlarni qilishga qaror qildik. Bu YouTube'dagi birinchi videomiz bo'ladi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, subscribe, ya'ni obuna bo'lib qo'ysanglar bizga katta yordam bo'lgan bo'lardi. Sababi biz boshqa insonlar bilan, ya'ni Koreyada ko'pchilik insonlar bilan bu turdagi kontentlarni qilishga qaror qildik. Bu birinchi videomiz. Hozir birinchi Koreyada IT kompaniyada ishlayotgan ishchi bilan ko'rishgani boramiz. Qani ketdik. Biz hozir Seuldamiz. Bu yurtdoshimizni uyiga borishlari uchun, chunki bugun yakshanba, ularda dam olish kuni. To'g'ri uylariga boramiz metrodan. Ketdik. Biz hozir o'sha yurtdoshimizning uy manziliga yetib keldik. Videoda ham boricha uylarini polni ko'rsatib, qanaqa sharoitda yashaydi, Koreyada IT sohasida ishlaydigan insonlar shular bitta-bitta ko'rsatamiz. Zo'r. Bormi kadr? Bizni kamerachi bilan rahmat. Boshlanishiga biz qaytamiz. Ko'rish qayerga? Boshlanishiga qayerdamiz? Ismingiz? Biz Koreyaga qachon kelib qo'ygansiz? Xo'p, Koreyaga 2019-yilda kelganman. Siz bilan bir vaqt. Biz birga o'qiganmiz. Birga o'qiganmiz. O'qishga Inhaga kelganman. Bir o'zim hech tanishim yo'q edi. Bitta tanishim bor edi, kutib olgan. Undan keyin o'qish paytlari o'zim anaqa bo'lib. Xo'p, hozir 7-yil ketyaptimi shunda? 7-yil o'sha. 7-yil, ha. Biz qayerdamiz o'zi? Seul emas, hozir Seul emas, bu anaqa Gyeonggi-do degan provinsiya. Gyeonggi-do, ha. Xo'p, o'qishni bitirgandan keyin endi ishga kirdim. Hozir mana shu turadigan joyim, mana bino ko'rsatib qo'ysangiz. Bu yerda? Mana shu binoda turaman. Bu yer o'zimning anaqam emas, oylik to'lab turadigan uyim emas, ishxonamiz anaqaga olganda, arendaga olgan. Ishxona kvartirani to'laydi. Ha, ishxona polni to'lab beradi. 3-etajni olgan xolos. Yo'q. Ha, oddiy chutak bu yer. 3-etajda shunda kompaniyalar ishchilar hammasiga bepulga uy beradi. Hammaga. U kompaniyamizda biznes bo'limlar bor alohida. Bizni biznes bo'limida asosan Samsung bilan partnerimizda biz. O'sha Samsungga borib kelib ishlaydigan yoki mijoz firmada ishlaydigan injenerlar uchun shunaqa uy olib bergan. O'sha yerda turishadi tekin. Zo'r kompaniya. Men bilmasdim boshida, keyin ana xohlasang tursang bo'ladi, bitta xona bor degandan keyin, bo'ldi, turaman dedimda. Ko'chib keldim shu yerga. Chotki, ichkariga kirib ko'rsak bo'ladimi? Ha, bemalol. Yana ikkita koreys injener bor bu yerda. Hozir bittasi chiqib ketgan, bittasi uyda. Sizga alohida bitta xona qilib bergan. Ha, o'zi 4 xona bor. Bitta kichkina, 3 ta kattaroq xona. O'sha hammamiz bitta xonadan 3 kishi. Zo'r, agar kompaniyani o'zi agar uy qilib bergan bo'lsa. Вообще. Oylikdan olib qolmaydi. Umuman olib qolmaydi. Shu zo'r. Oylik to'lab chonseda haligi bir to'lanadigan. Gaz, svet hamma yoqni to'lab beradi. Xo'p, bizning kompaniyamiz asosan boshqa katta kompaniyalarga network device'larni yetkazib beradi. Nima degani network device? O'zbekchada tushuntiradigan bo'lsam, aloqa uskunalari yetkazib berish, o'sha sotish bilan shug'ullanadi. Tipa telefon shunaqa narsalar? Yo'q, u endi telefonlar bu hozir o'zimiz oddiy aholi ishlatadigan nima-ku. Ular yetkazib beradigan narsa mana kompaniyalarning ichidagi aloqa sistemasi, o'zining ichki aloqa sistemasi uchun kerak bo'ladigan narsalar. Sizlar polni setup qilib berasiz, o'rnatib, shunaqa setup, konfiguratsiya hammasini biz qilib beramiz. Zo'r-ku, zo'r. Bu IT sohaga kiradimi shunda? Injener soha? Qani? Sharoit zo'r-ku. Kelaverasizlar. Futbol komanda yashamaydi. Yo'q, 3 kishining oyoq kiyimi hammasi. Boricha ko'rsatiladi. Ketdik.
Ha, tapichkadan kiyib olasizlar, men kelguncha. Biz hozir mana Koreyada IT sohasida kompaniyamiz nomi nima edi? Opasnet. Opasnet No, degan. Opasnet. Opasnet. Kechirasizlar, men ham birinchi marta videoga chiqishim deydi. Opasnet kompaniyasi IT sohasida Koreyaga 2019 kelganmiz. Aha. Sizdan 2019. Aha. Karsni bilib kelgansiz. Ha, kelish nomini bilardim. Topik уже bilib Topik kelgansiz. uchun bor edi. Inha universiteti, to'g'rimi? Men aytib o'taylik. Inha universitetiga sohangiz nima? Soham boshida birga o'qiganmiz anaqada Global nima edi? Global Studies. Convergence Ha, biznes xullas. Biznes sohasida o'qib, keyin men engineering sohasiga anaqa ketganman. O'tib ketganman. O'sha engineering sohasida bitirganman. Kiravering. Tashkentga kelasiz. Bu zal anaqa qo'yapti, ishxonamizga kerakli jihoz, bir nimalar. IT sohasidagi insonlar to'g'ri tushunamiz. U yoqda bitta xona, bu yoqda bitta xona, bu yoqda Katta ekan lekin. oshxonamiz bor. Kichkina. Bu yoqda meni o'zim kichkina xonacham. 3 kishi turasizlar shunda shitda. Ha. Bu yoqda o'zingiz xonangiz. Ha, bu yoq o'zim xonam. Alohida trenajyorlar, zallar, hamma narsa bor. Bu yoqda CS:GO'lar qo'yilgan o'sha, dam olish kerak. Yakshanba kuni uyda ko'pincha shunaqa Ko'rsatib turnamentlar. O'zim o'ynayman ham o'rtoqlar bilan. Keyin ko'raman shunaqa turnamentlarni. Zo'r. Shinamgina kichkina xona. Mana shu. Shunaqa kiyimlarni yechib olamiz bo'lmasa. Ha, yechib olasiz bemalol. O'zi olib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi anaqa qilmoqchi edim, buni dazmol qilmoqchi edim. Yo'q, dazmol qilaverasiz bemalol. Anaqadan so'rab narx. yangi zakaz qiluvdim buni. Shunaqa qilib Koreyaga 2019 keldingiz. Keyin nimalar bo'ldi? 2019 keldim, xo'p, o'qishni boshladim. Hammasi yangi kursdoshlar. Endi o'zbeklar ko'p bo'lgani uchun to'g'risi yaxshi bo'ldi, haligi shokka tushmadim uncha. Keyin o'qishni boshlagandan keyin endi o'qidik. Kelganda hamma baribir ish topishga harakat o'tirib keyin hamma ish topishga harakat qiladi. Men u ish qidirib bir 2 oylardan keyin oshxonada ish topdim. Karsni bilganligingiz uchun qanaqa ish topdingiz? Misol uchun birinchi kelganingizda 2019-yilda qanaqa bo'lgan unaqa paytda sharoit, misol uchun Koreyaning holati, vaziyat qanaqa bo'lgan? Endi holati qaysi ma'noda? Ish topish qiyin bo'lganmi sizga kelganingizda? Kirib kelganingizda birinchi shok nima bo'lgan? Siz kutgan Koreya bo'lib chiqqanmi? Men to'g'risi Koreyaga kelganimni his qilmaganman boshida. Endi o'zbeklar ko'pligi. Ha, o'zbeklar ko'pligi. Keyin endi ko'chada yurib uncha shokka tushmaganman. Lekin boyagi ish qidirish baribir menda ham anaqa bo'lgan, topolarmikanman ish, topolmasmikanman degan ma'noda. Keyin Albamon degan nima bor, bilsangiz? Albamon. Ha, Albamon. Anaqasi ham bor, mobile application ham bor, internetda ham sayti ham bor. O'shandan qidirib bir ikkita joylarga o'sha nima applikatsiya berdim. Bittasi SMS yozib qoldi. Ertaga mana shu vaqtda vaqtingiz bo'lsa keling, suhbat qilamiz dedi. Bordim, o'sha adresni berdi, bordim. Endi SMSda yozishganda, faqat karischada yozishganda, bu ham karischada yozgan. Meni karish deb o'ylagan ekan boshida. Keyin borganimdan keyin bitta karish chiqdi endi. Men bilan почти tengda yoshi. 99-chi, mendan bitta 1 yosh katta edi. Ular suhbat qildi. Avval hech ular chet ellik ish olib ko'rmagan ekan. Короче, endi suhbat qildida olsammi olmasammi deb boshida ikkilangan ekanda. Keyin aytib beryapti. Men boshida idish tovoq qilganman, oshxona o'sha olgan meni. Intervyuda qanaqa o'tgansiz? Karsdan gaplashib olganmisizmi bu bilan? Ha, boshida zo'r emas edi karsdan, to'g'risi, lekin gaplashardim, anchagina tushunib javob bera olardim. Oddiy narsalar so'ragan, o'sha qayerda o'qiysan, necha kun ishlasan, avval shunaqa chiqib ko'rganmisan, qaysi davlatdan kelding, shunaqa narsalar. Keyin o'sha ish qiyin bo'ladi, ba'zida issiq bo'ladi, chida olasanmi deganda, keyin farqi yo'q deganman. Keyin shu pul kerak-da, o'zi bu yoqdagi bilasiz, O'zbekiston bilan valyuta farqi 8-9 barobar. O'zbekistondan pul olib nima qilishga sharoit bo'lmaydi. O'shanga o'zimni eplashim kerak edi. Keyin o'sha ish boshlaganman. Boshida haftada 4 kun, bir kunda 4-5 soat o'sha idish tovoq yuvish faqat qiladigan ishim. O'qish bilan birga qanaqa qilib qolgansiz u ishni? Hozir o'zi bakalavrga kelgansiz, to'g'rimi? Ha, ham bu yoqda o'zi o'qish bo'lyapti. O'qish asosan masalan haftada 5 kun bo'ladi. Keyin obeddan keyin ko'pincha o'qish bo'lmasdi-da. Eng kech bo'ladigan ham soat 6 da tugardi. Unaqa 6 da tugaydigan kunlar uncha ko'p emas edi. Shuning uchun meni ishim esa 6 dan keyin bo'lardi. Kechki payt. Kechki payt. Necha pul berardi, sir bo'lmasa? Soatiga o'sha vaqtda 2019-yilda birinchi kirganimda
soat bayi 8,5 ming bor edi. 8,5 ming bo'lsa, u payt oz bo'lgan ekan. 8,350 midi, 8,5 mingni aniq eslamayapman. O'sha ikkisidan Keyin biri. 19-yilda oshxonada 8,300 bo'ldi Ha, soatiga. soatiga. Necha soat ishlardingiz bir kunda shunda? Bir kunda shu 4-5 soat. 4-5 soat. Ha, borib kelish yo'l pulim ketardi bunga. Endi ovqatni o'sha yerdan boyagi pap nimalar qilib turib, har xil Ovqat sabzavotlarni bepul bergan. Ha, ovqat qilib berardi lekin. O'shani hisobiga ancha ovqatdan pulim tejadigan. Keyin o'sha yerda ishlaganman. Boshida shunaqa ishlab, keyin koreys tilim ancha zo'r bo'lgandan keyin bu yoqqa serverlikka chiqarib, holda o'sha serverlik qilganman. Polni halik customerlar bilan gaplashib, boshqa qilib tiplar olardim. Erta karslar, просто o'sha karslar bilan gaplashib boshdimi yoki kelib alohida o'qidingizmi? Shunaqa. Endi Inhada ham koreys til o'qitgan. Koreys til darsi alohida bo'lardi baribir, chet elliklar uchun. Lekin speakingim ana o'sha oshxonada ishlagan tufayli karslar bilan birga ishlab. Aniq. Misol uchun Koreyaga yangi kelgan odamlar, demak, misol uchun oz pul bo'lsa ham mana shunaqa oshxonalarda ishlab turib, misol uchun koreys tillarini biroz bo'lsa ham oshirib olsa, demak plyus, to'g'rimi? Shunaqa. Misol uchun qurilishlarda, misol Tekpeda ko'p pul to'lardi bilsangiz, 100 ming misol uchun o'sha paytda ham yaxshi pul to'lardi. Shunaqa. Lekin u yerda gaplashmaysiz, koreys tilingiz haqiqatan o'smaydi u yerda. Tekpeda shunaqa. Faqat shu bitta ishni qilaverasiz, fizikalli, lekin gaplashish bo'lmaydi u yerda, to'g'risi. Shunaqa. Oshxonada gaplash imkoniyati bor. Shunaqa. Lekin oshxonaga ishga kirish uchun koreysni jichcha bo'lsa ham bilish kerak. Ozgina bo'lsa ham sichmas tushunish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun o'qib kelish kerak O'zbekistonda agar Koreyaga kelish niyatinglar bo'lsa. To'pi 2 bo'lsa misol uchun. Ozgina bo'lsa ham tushunsiz. To'pi 2 yetadi. To'pi 2 bo'lsa oshxonaga kirishga yetadi. Yetadi. U karslar muomalasi qanaqa bo'lgan oshxonaga? Misol uchun birinchi kirdingiz, chet elliksiz bitta tushunishim bo'yicha. Misol uchun rasizm deydi bu karslarda, mensimaslik yoki qo'pol muomala shunaqa bo'lganmi? Yo'q, unaqa men umuman his qilmaganman oshxonada. Tekpeda his qilganman. Tekpega ham chiqqansiz? Tekpega ham chiqqanman. Boyagi oshxonani o'zidagi pul 0.0 yetardi. Endi sal oshardi ham, lekin baribir qo'shimcha ishlash uchun shu Tekpega ham chiqib ko'rganman. Boy korona paytlari oshxonaga bilsangiz. Korona paytlari edi. Oshxonada haligi customerlar kelishini chegaralab qo'ygan, cheklab qo'ygan vaqtlari xullas pul kerakligi uchun Tekpega ham chiqqanman. Keyin o'sha Tekpeda his qilganman, lekin oshxonada boshida o'sha idishda qo'yganimda atrofimda 3 ta xola bor edi. Hammasi yaxshi xolalar edi. Yosh katta odamlar bo'lgan. Ular ham qiziqdi yurgan chet elliklar bilan ishlash avval anaqa bo'lgan. Qiziq so'rayverardi, nima qilasan u yoqda, qayerda. Xullas nima qiziq savollar so'rayverardi. Keyin men boshqa serverlar u yerdagilar shu men tengi, mendan 1-2 yosh katta, 1-2 yosh kichkina, shu o'zim tengi qatordagi bolalar edi, qizlar, bolalar. Hammasi ular yaxshi jo'ra o'rtoq bo'lib chiqib ketganman. Birorta qiziq voqea aytib beringchi, misol uchun karslar bilan bo'lgan shu ishingiz davomida. Ishim davomidami? Obse. Esingizda qolarli agar. Yomon bo'lsa ham bo'laveradi. Yomon voqea. Bizni anaqa oshxonamizda fire show degan narsa bo'ladi. Xullas. Nima fire show? Table bo'ladigan bo'lsa, stolni o'rtasida go'sht qovuradigan anaqa temiri bo'ladi. Uni tagidan gaz yonib turadi, o'shan temirni qizitib, ustida go'sht qovuramiz. Go'sht pishaydigan vaqtda oxirida boyagi suyuqligi bor, ustiga sepatda zajigalkada yoqib fire qiladi. Bitta qiz bor edi. Yangi kelgan. O'shanaqa boshida 1-2 qildi, yaxshi o'rgangandan keyin xullas konditsionerning yonida qish mavsumida edi. Konditsionerning yonida table bor. Konditsionerning anaqasi pastga qaraganda shamol chiqyapti. Past ko'ryapti. Boyagi fire showni shunday qilgan vaqtda bunday urib, xullas sochni oldi yonib ketdi qoldi. Kim javob beradi endi? Keyin o'sha menejerimiz больницаga olib bordi. Anaqa o'shandan keyin u ishlamaydigan bo'ldi. Oshxonada ishlashda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor ekan. Kimdir uzoq boradigan javob berish bor. Shunaqa. U bizni oshxonadagi o'ta ish qiyin oshxona edi. Oddiy masalan ovqat chiqsa olib borib berib, zakaz olib, unaqa qiladigan oshxonada ish qiyin bo'lmaydi. Nima oshxona shunda? Karslarda? Bizniki barbekyu edi. Barbekyu pishiradigan. Oddiy boshxona, oddiy shiktang deydi. Bunaqa oshxonalarda uncha qiyin emas ish. O'sha ishga misol uchun soatiga 8300 dan to'lagan, plus ovqat unaqa narsalar ichida bo'lgan. Shunaqa. O'qish bilan davomida o'qishga xalaqit bermagan o'qish. Shunaqa o'qishga xalaqit bermagan. Ishga borib kelavergansiz. Shunaqa. Menga masalan imtihon sezon bo'ladi-ku. O'sha vaqtlari bugun vaqtliroq javob ber yoki ertaga ishga bormayman anaqa so'rasam, javob berardi, menga to'g'rilab berardi vaqtini.
Hozir ham shunaqa ishlar topsa bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Misol uchun studentlar keladi. Конечно. Hozir eng ko'p misol uchun qiynaydigan narsa, misol uchun D4 ga kelyapti, til kursiga kelyapti. Ular kunduzi bilan o'qishda bo'ladi. Kechasi bilan ular qila oladigan ish faqat tekpay bo'lib qoldi-da. Ko'pchilik tekpayga chiqadi. Tekpayda yaxshi pul topishi mumkin, lekin o'sha aytganimdek tilda o'rgana olmaydi. Ertalik butunlay chiqib keta olmaydi. Zanjirga bog'lanib qoladi, boshqa ish topishga, boshqa narsalarga qo'rqadi. Shuni hisobiga misol uchun agar yangi kelgan odamga maslahat beradigan bo'lsak, demak siz topik 2 bilan kelsa, shu Albabun shunaqa programmalarga kirib, oshxonalarga telefon qilib emas, birinchi SMS yozsin, misol uchun SMS yozadi. SMS yozib turib shunaqa ishlamoqchiman dedi. Javob keladigan bo'lsa, borib, eplab gaplashadigan bo'lsa, kirish ehtimoli bor. Shunday. Hozir chunki men bilganim, shu ishdan chiqib ketayotgan vaqtimda ham ko'p oshxona shunaqa endi barlar deydimi? Endi bar deganda o'ta night klublarga ishlash sal anaqasi xavf jihati bo'lishi mumkin. Noqonuniy ham. Endi shunda noqonuniy ishlagansizmi, qonuniy ishlaganmisiz? Men qonuniy ishlaganman. Anaqadan immigratsiyadan ruxsat olib, o'sha kakras. Uni ham o'sha nimasi bor. Immigratsiyaga oldindan o'sha qilib qo'yasiz, ya'ni oldindan o'zbekchasi kelmayapti hozir. Reservation qilasizda, o'sha borib turib, boyagi oshxonangiz bilan qilgan shartnoma, keyin yana o'zining hujjatlari bor, hozir hammasi esimga kelmayapti. O'shalarni olib borsangiz, masalan, bir haftada mashincha vaqt ishlashga ruxsat degan ma'noda pasportga anaqa bosib beradi. Pechat bosib beradi. Shunda sizda immigratsiya kelib ushlasa ham hech narsa qila olmaydi. Oshxonani o'zi immigratsiya tekshirmaydi. Immigratsiya tekshiradigan joylar boyanaqa tekpay, qurilish joylari, zavodlar, shunaqa joylarni tekshirish mumkin. Oshxonani immigratsiya tekshirib ushlab ketdi degan umuman eshitmaganman shu vaqtgacha, to'g'risi. Lekin bitta muammo, yaxshi ko'p pul ham to'lamaydi tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? 8 ming misol uchun eng kam ish haqi to'laydi. Endi boshida eng kam ish haqi to'laydi, to'g'risi. Keyin lekin masalan ishlab boyagi experience, tajribasi oshib borgan sari boyagi ish oylik emas ham soat bayi ko'tarib boriladi. Necha pulgacha ko'tarilishi mumkin misol uchun ko'pchilik qiziqadi. Misol uchun eng kam ish haqi deylik 10 ming deb oladigan bo'lsak, o'sha vaqtda siz 12 ming olishingiz mumkin. Ozgina qo'shib beradi. Plus shunaqa mijozlar ham uncha pul berishi ham mumkin, to'g'ri. Mijozlarga ham masalan endi qanaqa anaqalarga qarabda, restoranlarda shunaqa tip berishi mumkin, lekin oddiy oshxonalarda tip uncha bermaydi. Karslarda o'zi tip culture yo'q menimcha. Ular ham tip culture yo'q, hali bersam qanaqa tushunar ekan, noto'g'ri tushunmaydimikan degan narsa bo'ladi. Men endi o'shanga boshida menga ham gaplashib qiziqib so'rardi-da, chet ellikmisan, qayerdan kelgansan? Sensiramaydi, sizlar so'raydi. Chet ellikmisiz, qayerdan kelgansiz deb o'sha o'qiysizmi, boshqa qilasizmi? Men studentman, shunaqa qo'shimcha ishlayman deb ana o'qigandan keyin, anaqa o'zi uchun ishlayapti ekan, haligi qiyin bo'lmasin, sal bo'lsa ham yordam qilay deb ba'zilar o'sha beradi har zamonda. Demak, Koreyaga keldingiz 2009-yil, kelib 2 oydan keyin ish topdingiz уже. 2 oydan keyin oshxonada ishladingiz. U yerda necha yil ishladingiz? Bitta oshxonada 4 yil ishladingiz. Bitta oshxonada 4 yil ishladim. Boshqa ish umuman qilmadingiz shu paytgacha. Endi ora-orada har xil boshqa ishlarga ham 1-2 ishlarga chiqib ko'rdim. Boshqa bitta uzoq joydagi oshxonaga borib keldim. Keyin o'sha tekpaga chiqqanman. Keyin anaqada resort ishlaganman. Hotelni ichini tozalab dam oladigan emas. Dam oladigan emas ekan. Shunaqa ishlar qilib ko'rganman. Lekin o'sha 4 yil o'sha joydan chiqmasdan tinimsiz ishlaganman. Universitetni bitirganingizgacha. Universitetni bitirganimcha. Xo'p, keyin universitetni qachon bitirdingiz shunda? Inha universitetini? Inhani 2019 kelgan bo'lsa, 2023 ni yozida bitirdim. 2023 yozida. Keyin ish qidirib boshladim. Qanaqa ish qidirdingiz? Misol uchun o'qishni bitirdingiz, mana bakalavr diplomingiz qo'lingizda turibdi. O'sha injinering sohasida bitirdingiz, to'g'rimi? Injinering sohasida bitirganingizdan keyin vizangiz D2 bo'lsa, D10 ga o'tgansiz. Birinchi D10 ga topshirdim. O'tdingiz, keyin nima bo'ldi? D10 ga o'tgandan keyin uni vizasi bunaqa ID karta chiqishiga ham ancha vaqt ketdi. 1,5 oylar ketdi. Keyin D10 ga o'tganim o'sha ID karta chiqqancha uyda rezyume tayyorladim. O'zimni CV'imni tayyorlab, hamma yerga yutuqlarimni qo'yib, o'zim haqimda ma'lumotlar qo'yib. Ungacha meni Muhammad Abdulloh taniysizmi? Bu yoqqa o'tirib olaman. O'sha kursdoshim ish topgan edi. O'shandan maslahatlar so'rab, qayerdan topgan, qanaqa topgan.
o'sha u yoq bu yoqni surishtirib anaqa qildimda. Don o'sha ish qidiradigan vizam chiqqandan keyin saytlar bor. Ofitsialniy ish topsa bo'ladigan saytlar. Job Korea. Job Korea. Bittasi. Keyin yana bittasi Saramin. Saramin. Koreyskiy bir anaqa veb-saytlar bor. Shunaqa koreyskiy. U yerda o'sha kompaniyalar ishlarni e'lonlarini qo'yadi. Kirib turib yoqqa topshirish kerak. Shunday. Nima hujjatlar kerak bo'ladi ishga topshirgan? Ishga topshirgani bitta rezyume kerak bo'ladi xolos. O'sha rezyume o'zingiz haqingizdagi ma'lumot kerak xolos. Masalan, IT sohasida qanaqadir proyektlar qilganlaringiz, anaqa narsalar kerak emasmi? Kerak. O'sha rezyumega boyagi linklarini qo'yasiz. Hamma narsa agar qo'shimcha dokumentlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham linklarini qo'yasiz yoki o'sha yerga endi Saramin bilan Job Koreada o'zini o'sha veb-saytning ichida rezyume yasasangiz bo'ladi-da. O'sha yerni o'zida masalan nimaga qayerni bitirgan, nima o'sha savollar qo'yadigan joylari bor, hammasini qo'yib chiqasiz. Ba'zi kompaniyalar, lekin kattaroq kompaniyalar alohida o'zlarining anaqasi bo'ladi. Veb-sayti bo'ladi. Veb-sayti bo'ladi. U yoqqa o'tib, o'zlari so'ragan anaqasida yasab berasiz alohida. Bir kunda kamida 40 ta 50 ta joyga topshirardim. 40 ta 50 ta joyga topshirgansiz. Bir kunda. O'sha anaqa hujjat topshirganingizda. Faqat shu Saramin Job Koreada. O'sha ikkita asosiy sayt. O'qishni bitirganingizdan keyin demak, o'sha veb-saytda ishga hujjatlar topshirishni boshladingiz. Qancha misol uchun vaqt ketdi ish topguningizgacha? Ish topgunimcha tak. Tashqariga chiqasizmi? Tashqariga bir chiqaylik. O'sha ish topishimga где-то 1 oylar ketgan. 1 oylar. Keyin o'sha 1 oy davomida endi suhbatlarga borganman har xil kompaniyalarga. Nechta ishga topshirdingiz shunda? Misol uchun bir kunda 40 ta joyga topshirgan bo'lsangiz, har kun tinmasdan ish qidirdingizmi? Har kun tinmasdan o'sha o'zimga to'g'ri keladigan, o'zim sohamdagi ishlarni qidirib, va filtrga qo'yib. Endi ba'zi kunlari 10 ta joyga topshirardim, ba'zi kunlari ko'p joyga topshirardim, 50 ta, 60 ta. Shunaqada o'rtacha o'sha 30 ta, 40 ta joyga topshirganman bir kunda. 30 ta, 40 ta joyga. Shundan nechtasi intervyuga chaqirgan? Shundan 12 talari intervyuga chaqirgan adashmasam. 12 tasi intervyuga chaqirgan. Shu 12 tasidan nechtasi misol uchun ishga qabul qilasizmi yo'qmi deganmi yoki umuman unaqa kelmaydimi? O'zi Koreyada qanaqa ishlaydi o'sha protsess? Ish topish protsessi? Misol uchun mana ishga topshirdingiz, intervyuga chaqirdi, keyin nima qilasiz? Intervyuga chaqiradi, intervyuga borasiz. Xo'p. Keyin savollar beradi, har xil savollar. Xo'p. Kompaniya qanaqa kompaniyaligiga qarab, birinchi borishingizdan oldin o'sha kompaniya haqida siz ozgina o'rganib borasiz. Nimaga? O'sha kompaniya chunki nima ish qilishini siz bilishingiz kerak-da. Nimaga topshirding bizni kompaniyaga degan savollar beradi-da. Aynan nimaga bizni kompaniya mashina kerak-da. O'shanaqa savollar beradi. O'shaning uchun sal o'sha kompaniya haqida o'rganib borsangiz, tushunarli. Keyin O'zbekistonda sal boshqacha-ku. O'zbekistonda so'rasam, CV topshiradi, borib kompaniyadan uncha anaqa qilishmaydi menimcha. Yana bilmadim. Qanaqa forma kiyish borish kerakmi intervyuga yo farqi yo'qmi? Intervyuga ko'pincha Koreyada o'sha kostyum shim kiyib borishadi. Oq ko'ylak, galstuk, kostyum shim. Tushunarli. O'sha klassik formada. Hop, davom etamiz. Bordingiz intervyuga. Borgandan keyin o'sha oddiy savollardan boshlaydi birinchi. Shaxsiy hayot haqida, o'sha qayerda o'qigansan, qayerni bitirgansan, nima sohada o'qigansan. Hammasi koreys tilida bo'ladi. Demak, koreys tilini yuqoriroq darajada bilish kerak kompaniyaga. Topik kamida 500 bo'lish kerak-da, o'zi maksimum 6 ku. Topik 5 bo'lmasa, koreys kompaniyada koreys tilida ishlash qiyin. Borgandan keyin shunaqa savollar beradi. Koreys tilida javob berishingiz kerak. Keyin ba'zi kompaniyalar ingliz tilini endi ko'p chet eldan kelganlar, masalan biz ingliz tilini bilamiz hammamiz. O'sha ingliz tilini bilgani uchun ham ishga olishni xohlaydi ular. Chunki o'shanaqa kadr kerak bo'ladi ba'zi kompaniyalarga. Demak, ingliz tili ham plyus, faqat koreys tili emas. Albatta, ingliz tili albatta plyus. Xo'p. Shunaqa savollar bergandan keyin, endi siz qaysi sohaga topshirayotganingizga qarab, o'sha soha bo'yicha detailed savollar beradi. Ya'ni texnik savollar. Bilimingizni sinab ko'radi. O'sha sohangizga oid savollar beradi. Birinchi o'zingizda o'rganadi, qayerdan kelgansiz, boshqa narsa. Keyin misol uchun IT sohasiga kirmoqchi bo'lsa, savol beradi. Misol sizga nima savol bergan? Menga endi ko'pchilik kompaniyalarda unaqa texnik savollar ko'p bermagan. Shunaqa narsani masalan qilib ko'rganmisan? Qo'ling bilan tajriba qilib ko'rganmisan? Shunaqa oddiy savollar. O'sha proyektlar yoki ishingiz bo'yicha, to'g'rimi? O'sha universitetda o'qiyotganingdami yoki biror joyda
internship qilganingdami ko'rganmisan shunaqa narsalarni deb so'raydi-da. Mikrofon yopilib qolmadimi? Eshitilmaydi. Eshitmasdim, sal ochasiz. Shunaqa savollar bergan. Keyin mana shu narsa nimaligini bilasanmi? Shunaqa oddiy savollar. Chunki meniki boyagi networkingga oid bo'lgani uchun, ya'ni aloqa sistemasiga oid bo'lgani uchun unaqa qiyin savollar bermagan boshida. Sohangizga oid o'zingiz biladigan narsalar bergan. Ba'zi kompaniyalar umuman texnik savol bermagan. Yo'q, kelib borgansiz, o'zingizni tanishtirib qaytib kelgan. Shunaqa ba'zilari faqat o'zini kompaniyasi haqida gapiradi. Biz mana shunaqa narsa qilamiz, bunaqa sotamiz, mana shunaqa agar kiradigan bo'lsak, mana shunaqa ish ishlaysan, mana shuncha sot, shunaqa tanishtirgan. Keyin o'sha suhbat bo'ldi, suhbat tugagandan keyin ba'zi kompaniyalar kelib ketgan yo'l pulingizni beradi. Yo'q. Yo'l pulingizni o'zini emas, masalan, yo'l pulingizga deylik 3 ming, 4 ming sarflagan bo'lsangiz, ular 10 ming, 20 ming beradi. Misol uchun sizni intervyuga chaqirdi, sizni ishga olmasligi aniq bo'lmasa ham, chiqishingizda pul beradi. Boshlayapti. Chiqishingizda shuncha yo'ldan kelib ketdingiz, mana yo'l puli deb beradi. O'zbekistonda ham shunaqa qiladimi ekan? O'zbekistonda bilmadim, qiyin. Shunaqa. Keyin aytadi, o'sha intervyu tugagandan keyin biz sizga deydi, mana shu bir haftaning ichida aloqaga chiqamiz deydi. Agar bir haftaning ichida siz qabul qilindingiz yoki birinchi intervyudan o'tdingiz, ikkinchi intervyuga keling deyishi mumkin. Yoki ishga qabul qilindingiz, agar o'zingizda ham xohish bo'lsa, ishlashni xohlasangiz, bizga javob qaytaring deydi. Agar sizga ular taklif qilgan oylik, ish sharoitlari, ishni joyi, masalan, uyingiz bilan uzoqligi ma'qul kelsa, keyin xo'p, men roziman, ishlashga tayyorman deysiz. Keyin ishlab boshlasangiz bo'ladi. Lekin ularga boyagi viza haqida aniq aytishingiz kerak suhbat mobaynida. Masalan, o'zingiz qanaqa vizadagiligingiz, to'g'rimi? O'zingizni qanaqa, o'zlari ham so'raydi viza haqida. Ko'pchiligi so'raydi, qanaqa o'zi, biz chet ellik ishga olib ko'rmaganmiz deydi ba'zilari. Keyin shunaqa masalan biz D1 vizada, o'sha ish qidiradigan vizadan E7 vizaga o'tishimiz uchun muddat kerak bo'ladi orada 1 oy. O'sha 1 oy men ishni boshlay olmayman, chunki viza chiqishi uchun 1 oy muddat ketadi. Shunaqa. Agar ishga olsanglar ham, ishga oladigan bo'lsanglar ham, men ishga topshirganimdan keyin 1 oy vizaga topshirganimdan keyin 1 oy kutishlaringga to'g'ri keladi deb tushuntirish kerak ularga. Oldindan aytib qo'yishingiz kerak. Oldindan vizadasiz, nima holatdasiz aytishingiz kerak intervyuni davomida, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, keyin siz tushuntirdingiz, 12 ta joyga intervyuga bordingiz shunda, to'g'rimi? 1 oy davomida topshirdingiz, 12 ta joyga intervyuga bordingiz. Nechtasidan ish taklifi chiqdi? Hello. 12 ta joydan adashmasam 3 ta yo 4 tasi ishga olindingiz dedi-yu. Ishlash xohlaysizmi? Ishga olindingiz deganda misol uchun sizga oyligini aytib, hamma narsa bo'ladimi yoki nima bo'ladi? Aytadi, o'zlari oyligini aytadi. Sir bo'lmasa, misol uchun Koreyada sizni sohangizda necha puldan boshlanadi? Misol uchun o'qishni bitirdi, hech narsa tajribasi yo'q, noldan boshlayapti. Birinchi ishga topshiradigan bo'lsa, taxminan hozirgi sharoitda necha pul oylik kutsa bo'ladi? Oylik bo'lmasa yoki yillik? Yillik, bu yoqda o'sha yillik yonbong deydi, yillik hisoblaydi. 1 yilga hozir adashmasam minimum anaqa adashmasam 30 million bo'lsa kerak. Yo 28 yo 30 da. 28 yoki 30 million atrofida boshlanadi. Boshlanishi. 1 yilga. U degani 1 oyga endi o'shani 12 ga bo'lib olasiz. 2 million 400, 2 million 500 atrofida chiqadi. Yo'q, undan 10% tax hisob tashlasangiz, qo'lingizga tegadigani shu 1 million 900, 2 million. IT sohasida. IT sohasida. Koreyada minimum shundan boshlanadi. Minimum shundan boshlanadi. Tajribasi yo'q odam taxminan yiliga 28-30 lar atrofida boshlashi mumkin. O'rtacha kompaniyada. Shunaqa. Bu kichkina kompaniyalar. Kichkina kompaniyalar. Agar katta kompaniyaga kiradigan bo'lsangiz, уже ketaveradi bu yoqqa. Katta kompaniyaga kelsa ketaveradi. Lekin u 40 million ana kutmash kerak. Boshida kutmas kerak. Yo'q. Tajribasi yo'q odam, demak, baribir pastdan boshlaydi, iloji yo'q. Lekin bu narsa ko'tariladi. Bu narsa ko'tariladi. U nimaga qarab ko'tariladi? Masalan, uchun yangi kirgan odam. Sizning eksperiyensingizga, kompaniyaga keltirayotgan foydangizga qarab. Qancha siz yaxshi ishlab, boyagi mijoz firmalarga qancha anaqa yaxshi servis ko'rsatib anaqa qilsangiz, kompaniya shuncha foyda ko'rgan sari sizga qo'shimcha bonuslar beradi oylangizga qo'shib. Keyin oyligingizni ham ko'tarib beradi. Hozir ko'pchilikka va Koreyaga kelganlarga pul qiziq-ku. Misol uchun ko'pchilik o'zini pulga uradi, to'g'rimi? O'qishda ham tashlab kerak bo'lsa, arbayt qiladi, boshqa narsa qiladi. Kofe ichadigan vaqtim o'tib ketdi. Men soat obedga 3 dan keyin kofe ichmayman. Men ham ichmayman. Soat 11 dan keyin kofe ichmayman. Bo'lmasa Koreyadagilarda kofe ichishda
ozgina muammosi bor. Ko'p ichadi ofisda ishlaydiganlar. Nimaga shunaqa? Bilmayman, bular organizm talab qiladimi yo zerikkanda Biz ham aytadimi? shunaqa qilib qo'yganmiz. Ha, bular kechgacha ishlaydi ko'pincha. O'shaning uchun boyagi uyquni qochirish uchun ham ko'p ish. Har kuni ichasizmi kofe? Kofemi? Yo'q. Har kuni ichmaysiz. Shunaqa. Keyin 12 ta joyga bordingiz. Pul qiziq ko'pchilikka. Demak, boshlanishi 28-30 million atrofida oylik taklif qilishdi. Qoniqtirdimi o'sha paytda misol uchun Koreyada hozir yashash qiyin bo'lib ketdi? Yo'q, qoniqtirmadi. 28 taklif qilgan bo'lmadi-yu. 30 taklif qilgan bo'ldi. Keyin 32 million ham qilib beramiz dedi, lekin baribir buncha qondirmadi. 32 boshida ham 32 ga ko'nmadingiz. Tajribangiz yo'q bo'lsa ham. Tajribam yo'q bo'lsa. Chunki men nimada yaxshi o'qiganman. O'sha 8 semestr, 9 semestr o'qigan bo'lsam, o'shandan 7 tasida 100% grant olganman. Keyin dedim, bu men Keyin yana bitta savol. O'qishda baholar muhimmi ishga kirishga? Misol uchun biz universitetda baho qo'yadi-ku. GPA deydi. Misol uchun 4.5 gacha bo'ladi Koreyada. Ko'pchilik misol uchun Arbaytga borib bahosiga unchalik ahamiyat bermaydi. Shu ishga kirishda baholaringizga qaraydimi, qaramaydimi? Xo'sh, qaraydiganlar bor, qaramaydiganlar bor. Chunki ish bilan o'qish boshqa narsada. To'g'ri, siz yaxshi o'qigan bo'lsangiz, demak, nimanidir yaxshi tez o'rganasiz, yaxshi o'rganasiz degan ma'nosiga qarash ham mumkin, lekin ishni puxta bajaradigan u boshqacha skill bo'ladi. Bahosi yomon bo'lsa ham, lekin bilmaydik ishga kiryapti deganda u yaxshi qila oladi. Bahosi juda yomon bo'lsa, lekin bunisi ancha minus ta'sir ko'rsatadi. Baribir bahongizga qaraydi, lekin bahoingiz yaxshi bo'lsa yaxshi. Tushunarli. Xo'p, ishga kirib, intervyuga bordingiz, oylik taklif qilishdi. Siz 32 ga ham rozi bo'lmadingiz. Yo'q. Rozi bo'lmadingiz. Birinchi, misol uchun 12 ta joyga borgan bo'lsangiz, qanaqa kompaniyalarda? Agar sizda bo'lsa, nima kompaniyalarida? Nomini aytmasangiz. Nomi esimda ham yo'q. Kompaniyalar shunaqa. Yo'q, emas ekan. Kompaniyalar o'sha почти bir xil kompaniya edi, hammasi. O'sha networking device'lar sotadigan. Endi injenerlar bo'lsa biladi, switch, router, keyin firewall device'lar. O'shanaqa sotadigan kompaniyalar ko'pchiligi. Shunaqa kompaniyalarga bordingiz, xo'p. Keyin 12 tadan keyin o'sha ishga kirdingiz. Bittasini tanladingiz, ya'ni 3 tadan dedingiz, 4 tasidan offer keldi, ya'ni ishga olamiz sizni dedi. Shular orasidan bittasini tanladingiz. Qaysi kompaniyani tanladingiz? Birinchi kirgan kompaniyam GTech Bro degan kompaniya edi. GTech Bro. Xo'sh. Nomi ham dahshat, nima kompaniya u? U kichkina kompaniya edi. Bir haligi ofisi ham kichkina binoda, kichkina joy edi. Ishxonada mendan tashqari yana 4 ta odam ishlardi. Tepoyimiz, ya'ni o'sha nimani ishxonani egasi, keyin Sangmu bor edi. Eng katta menejer, keyin bitta menejer opa bor edi. Keyin bitta injener bor edi. Injener ham ancha yoshi katta edi. Kichkina kompaniya ekanda, bo'lmasa? Kichkina kompaniya. Men 5-chi bo'lib kirdim, oddiy yangi ishchi bo'lib. Ularning ham qiladigan ishi shu boshida serverlar, ularniki, lekin ular qiladigan narsa Dell kompaniyasini serverlari, storage'larini sotib, o'rnatib, o'sha konfiguratsiya qilishlar. Koreyaning ichida. Koreyaning ichida. Sizning vazifangiz nima u kompaniyada? Meni vazifam o'sha u sotgandan keyin borib o'rnatish, keyin ichiga boy konfiguratsiyalarni joylash. Endi boshida men bilmayman u narsalarni. Boyagi birga ishlaydigan injener bilan birga borib, o'rganib, keyinchalik o'zim qila oladigan bo'lib, ana qilish edi. Boshida o'sha qanchadir vaqt birga yurib, birga qatnab, o'rgandim. Keyin o'sha narsalarni sotgandan keyin uni har oy borib maintenance ham qilish kerak. Maintenance degan o'sha tekshirib, yaxshi ishlayaptimi, qayerda nimadir buzilgan bo'lsa almashtirib, shunaqa narsalar. Afsuski, o'sha joyda yaxshigina ishlab, tajriba orttiraman degandim. Necha yil ishladingiz u yerda? 11 oy ishladim. 11 oy ishladingiz. Nimaga chiqib ketdingizmi? Yo'q, chiqib ketmadim. 11 oydan keyin, 11 oydan keyin emas, 9 oydan keyin, ya'ni 2023 dekabr, 1-dekabrda ish boshlagan bo'lsam, o'sha 2024-yil sentyabrda anaqamiz, tepoyimiz
Boshlig'i. boshlig'imiz, kompaniyaning boshlig'i chaqirdi-da hamma ishchilarni. Endi hamma ishchilar ham o'zi 4 kishi. Chaqirdi-da, ming bor uzr, bu oyning oyligini bera olmaydigan bo'lib qoldim dedi. Shunaqasi ham bo'ladimi Koreyada? Men endi bo'lar ekan deb, men bilmayman, birinchi ishxonam. Xullas, keyin boyagilarning boshqa ishchilarning reaksiyasini ko'rib, ha, demak bo'lmas ekan dedim-da. Ular, bu nima deganingiz, siz o'ylab gapiryapsizmi? Bu yerda hozir oylik bitta oyligini ikkinchi oyligiga zo'rg'a 3 yetkazib, ana qilayotganlar bor. Qanday qilamiz biz deb hammasi nima qildi? Hammasi nima qilib, norozilik bildirib, mana qildi. Endi nima muammo bo'lgan, u yog'ini Xudo biladi. Shunaqa bo'lib 2 oy oylik ola olmadim. 2 oy tekin ishladinglarmi shunda? Ha, 2 oy tekin ishladi, ish ham ko'ngildan ishlamay shunaqa. Lekin 2 oydan keyin oldik, kech bo'lsa ham o'sha oyliklarimizni. Qolganlar ham bilmadim, hammasini ola oldimmi, yo'qmi? Lekin berdi, to'ladi, to'g'rimi? Men o'zimnikini oldim. Nimaga o'zi oylik kechikdi yoki kompaniya yopilib ketdi, nima bo'ldi? Ha, yopilib ketdi kompaniyamiz. Nimaga yopilib ketdi? Customer mijoz kompaniyalari ko'p bo'lmagandan keyin, boya sotadigan narsa ham yo'q. Hech bir ish yurishmagandan keyin o'sha minusga qarab ketganda. Kompaniya orqaga qarab ketgan. Shunaqasi ham bo'ladi. Shunaqasi ham bo'ladi. Kichkina kompaniyalar ko'p yopilib ketadi. Shunaqa bo'lib, o'sha u kompaniyadan chiqib ketdimmi? Hozir siz ishga kirganingizdan keyin vizangizni o'zgartirgansiz, to'g'rimi? Qanaqa vizaga o'tgansiz? E7 vizaga o'zgartirdim. E7 vizaga o'tdingiz. E7 vizada kompaniyadan chiqib ketsangiz, E7 vizada qola olasizmi, qola olmaysizmi? Yo'q, qola olmaysiz. Vizangizni o'zgartirish kerak, to'g'rimi? Qanaqa vizaga? 15 kun ichida yana qaytadan D1 vizaga, ish qidiradigan vizaga o'zgartirish kerak. Bo'lmaganmi shu sizni sразу ishdan ketasan deyapti, to'g'rimi? Siz sразу D1 ga qaytishingiz kerak. Ha, ishdan ketasan degandan keyin boyagi immigratsiyaga qaytadan rezerv qilasiz. Agar joy bo'lmasa, borib aytib qo'yasiz. Men shunaqa ishdan chiqib ketdim. Rezerv 15 kun ichida boyagi rezerv qilishga joy yo'q ekan. Shuning uchun mana oldin aytib qo'yapman deb, ularga aytib qo'yasiz. D1 vizaga qaytishim kerak deb. Ular shuning uchun sizga shtraf chiqmaydigan qilib anaqa qilib beradi. Qog'oz beradi. Qog'oz beradi. Keyin D1 vizaga qaytasizda yana ish qidirib boshlaysiz. Demak, ishdan chiqib ketmasochi kompaniyani sizning aybingiz bilan emas, kompaniya yopilib ketdi. Siz 7 dan tashlab D1 ga o'tishingiz kerak. Buning uchun birinchi migratsiyaga bog'lanib, siz 7 da D1 ga o'zgartirishingiz kerak. Shundan keyin yana ish qidira olasiz, demak, to'g'rimi? Shunaqa. Yo'q, chiqib ket, boshqa narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Xo'p, keyin D1 ga qaytmasdan turib agar boshqa ish topa olsangiz, 7 vizangizni saqlab qola olasiz. 15 kun ichida ish topa olsangiz. Lekin boya ishxonadan chiqib ketgandan keyin 15 kun ichida ish topa olmadingiz degani, обязательно D1 ga qaytishingiz kerak degani. D1 ga qaytishingiz kerak. Demak, ishdan chiqib ketganingizdan keyin yana D1 ga qaytdingiz. D1 ga qaytdim. O'sha oylik yo'q. Oylik yo'q, lekin bitta narsa bor. Agar o'zingiz men chiqib ketaman deb emas, nimadir shunaqa meni vaziyatimga o'xshagan boya kompaniya yopilib ketib yoki ishxonangiz sizni bo'ldi, ishlamaysan boshqa, chiqib ketasan sen deb ishdan fire qilib yuborsa sizni. Bo'shatib yuborsa, anaqaga ariza bersangiz bo'ladi. Ya'ni nima edi? Ishsizlik pensiyasi degan narsa bor Koreyada. Koreyschasiga shirop kupyo deydi. Shirop kupyo. Ya'ni ishsizlik pensiyasi. O'shanaqa kompaniyangiz yopilib ketib yoki siz o'zingiz xohlamagan tarzda kompaniyadan chiqib ketadigan bo'lsangiz, 4 oy, minimum 4 oy davomida sizga olgan oyligingizni 60% miqdorida pul to'lab turadi davlat. Yo'q, ishdan ishlamaysiz, uyda o'tirsangiz ham pul to'lashadi. Uyda o'tirsangiz ham pul to'laydi, lekin bitta sharti bor. O'sha 4 oy davomida siz chog'iro deydi, ya'ni o'z harakat qilib ish qidirishingiz kerak boshqa kompaniyalarga. Yana ishlarga topshirishingiz kerak, bekor o'tirmasligingiz kerak. Shunaqa rezyume anaqa qilib ishlarga topshirganingizni har oyda bir marta anaqasi bo'ladi. Boshida o'zlarini anaqasi bo'ladi, leksiyasi bo'ladi. Leksiyasini tinglaysiz, nimalarni to'ldirasiz, arizalarni, formalarni to'ldirib, har oyda bir marta o'zining ma'lum vaqti bo'ladi, bir kun. O'sha kun davomida boyaga topshirgan arizalaringizni saytlardan anaqa qilib, kompaniyaga agar suhbatga borgan bo'lsangiz, o'sha suhbatga borgan kompaniyalaringizdan mana suhbat qildim degan anaqa qog'oz bersangiz beradi. O'sha qog'ozlarni upload qilasiz bu yerga. Isbotini ko'rsatish. Isbotini ko'rsatish uchun. Unda ko'rsatmasangiz pul bermaydi. Pul bermaydi. Keyin davlatdan chiqib ketmasligingiz kerak.
boshqa ham chiqib Ha, ketib bo'lmaydi. O'zbekistonga ketib bormashingiz Men kerak. уже plan qilyapman. Yo, Boshqa yo, turib agar yopiladigan bo'lsa, to'g'ri O'zbekistonga Yo, yo. yuradigan bo'lsam, уже pul keladi. Va o'zbekman-da. Shunaqa joy bor. Koreyada bo'lib turishingiz kerak, aktiv ish qidirgan bo'lishingiz kerak. Shunaqa. И davlat sizga shu topib turgan oyligingizni 60% ni har oy to'lab turadi. Shunaqa, Sizga tashlab har oy qo'yadi. Faqat bu to'lab 4 oy, to'g'rimi? U minimum 4 oy. Minimum 4 oy. Agar kompaniyada uning uchun yana bitta sharti, o'sha kompaniyangizda minimum 6 oy ishlagan bo'lishingiz kerak. 6 oy ishlagan bo'lishingiz Ha, kerak. minimum 6 oy ishlagan bo'lishingiz kerak. Hop. Agar qancha ko'p ishlagan bo'lsam, bir 7-8 yil ishlagan bo'lsangiz, boyagi 4 oy beradigan narsa ham uzayib boraveradi o'zi. 5 oy beradi, 6 oy beradi. Maksimum necha oygacha ham berardi? 8 oymi hozir esimda yo'q. Lekin shu har oy tashlab beradi. Har oy tashlab beradi, Ish topadigan bo'lsa. Lekin ish topguningizgacha. 4 oydan oldin ish topib qo'ysangiz, уже yo'q. 4 oydan oldin ish topib qo'ygan bo'lsangiz, ha, уже menimcha berib. O'zi bermaydi. Xotirjam ish qidirib kerak. Ha, shunaqa. O'ziga yetadigan pulni berib turadi-da, bemalol. Tushunarli. Demak, birinchi ishingizda eng qiziq joyi necha pul bergan birinchi ish joyingizga? Masalan, hech qanaqa tajribasiz kirdingiz, siz yaxshi baholarda o'qigan kandidatsiz, plyus topikni bilasiz. Topigingiz necha bo'lgan o'sha paytda? O'sha vaqtda tak ishga topshirgan vaqtim 3 edi. Topikka 3 edi. ishga Yo'q, topshirgan topshirdim. Topigim o'sha vaqtda. Topingiz necha edi o'sha paytda? Ishga topshirgan. Keyin topshirdim ekan topik. Hozir Bormi eslamayman. topingiz? Ha, yo'q, o'qishni top 5 edi ekan. Topik 500 bor edi. Demak, siz o'sha holatda bakalavrni bitirgan, ya'ni Koreyada Inha universitetini injiniring yo'nalishida bitirgansiz, hech qanaqangi tajribangiz yo'q. Oldin faqat oshxona yoki arbatda ishlagansiz. Topikdan 5 darajangiz bor xolos. Ingliz tilini bilasiz. Boshqa tilni bilmaysiz. Koreys tilini, ingliz tilini, o'zbek tilini. Koreys tili, ingliz tili, o'zbek tili. 3 ta tilni bilasiz, ishga topshirdingiz. Demak, 12 ta joydan sizga 1 oy ichida taklif keldi intervyuga. Undan 3 ta 4 tasini ishga olamiz dedi. Shundan bittasini tanladingiz. O'sha tanlagan ish joyi sizga qancha oylik taklif qildi? Yillik. Yillik. Endi bu narsa Range aytadigan bo'lsangiz ham. Nimada aytadigan bo'lsangiz? Tipa taxmin etsangiz ham bo'ladi agar aniq aytsangiz. Necha pul? Xo'p, 32-35 ni oralig'ida. 32 bilan 35 ta oralig'i. Ha, 32-35 million 33 yoki won. 34 bilib ko'rasizlar. 1 yilga. 1 yiliga, to'g'rimi? Sizga beriladigan oylik. Yo'q, undan 10% ni taksga olib qolasiz. Shunda 32-35 million atrofida yillik sizga beriladigan, lekin oylikda ishlaydiganlar odatda 10% soliq to'laydi Koreyada. HDPOM degan narsa bor. 4 xil sug'urta, sog'liq, ish sug'urtasi, keyin anaqa pensionniy sug'urta, tak ko'yong-pohom, kongang-pohom, kungin-yong'im. Keyin yana qanaqadir sug'urta bor edi, taksmi, shunaqa 4 xil nima bor. O'shani hammasi average o'sha 10% larga to'g'ri keladi oyligingizga. 32 bo'lsa ham 10% bo'lsa ancha narsa chiqib ketadi lekin. Ha, shunaqa. Koreya sharoiti o'zi bu oylik yaxshimi yoki nima deb o'ylaysiz? Bir kishi masalan o'zi yeb ichib, kvartirasiga to'lab bir xonada tursa-da, shuni o'zi yeb ichib kvartirasiga to'lab, sal tejab ishlatsa, bemalol orttiradi. 32-35 million atrofida topsa, bir kishi yashaydigan bo'lsa, demak, boshlang'ichga ham oylik emas. Boshlang'ichga ham oylik emas. Masalan, IT sohasida. Chunki ko'pchilik IT ga ko'p pul to'laydi deydi. Masalan, O'zbekistonda ham endi IT sohasi deganda odatda o'sha kompyuterda ish qilganligi uchun katta oylik tasavvur qilishadi-da. Boshlanishidan sirasi. Bu o'zi katta oylikmi, o'rtacha oylikmi yoki past hisoblanadi? Koreyada o'rtacha bilan pastni oralig'ida. O'rtacha bilan past oralig'ida. Ha. IT sohasi deganda IT juda katta anaqasi. O'z ichiga qamrab oladigan narsalari juda katta bilsangiz. Uning ichiga artificial intelligence kirib ketadi, sun'iy intellekt, programming kirib ketadi, dasturlash tillari. Men ishlaydigan soha masalan networking kirib ketadi. Undan tashqari robotics bor. Juda katta-da. Sohalari ko'p. Hop. O'shani qaysi sohada ishlashingizga qarab ham oyligingiz farq qiladi. Farq qiladi. Ha. Lekin o'shanda ham baribir umumiy siz sohangiz networking dedingiz, ya'ni Koreyada agar boshqa o'qib yurganlar bo'lsa ham, ularga ham bilib qo'yganim, networking sohasida demak, boshlanishiga sizning holatingizda 32-35 ga rozi bo'ldingiz. Undan pastiga rozi bo'lmadingiz. Undan pastiga rozi bo'lmadim. Tushunarli. Xo'p, keyin 11 oy ishladingiz shu sohada. Endi tajriba bor o'sha sizda, to'g'rimi? Ishdan bo'shaganingizdan keyin, ya'ni ishdan ketganingizdan keyin yana ish qidirishingiz kerak. Keyin nima qildingiz? Keyin shu 4 oy ish qidirdim yana. 4 oy yana o'sha avvalgi proses yana o'zim ustimda ishladim.
boyagi koreys tilini yana mukammal o'rganishga harakat qildim. Endi orada dam olib ham turdim, o'yin o'ynadim, boshqa qildim. Misol uchun hozir 4 oy qidirdingizmi ish? Ishdan bo'shaganingizdan keyin topolmadingizmi ish? Ishlar chiqdi, yana menga to'g'ri kelmadi oyligi. Depa yana ishga intervyuga boryapsiz, rozi bo'lmayapsiz. Rozi bo'lmayapman. Necha pul taklif qilishyapti? Misol uchun tajribangiz bor, o'rtacha necha pul sizga anaqa qilishyapti? Tajribam bo'lganda ham 11 oy tajriba, unda uncha ko'p narsa o'rgana olmaysiz, to'g'risi. 3 yil ishlashingiz kerak, yaxshigina tajriba oshirish uchun 3 yil ishlashingiz kerak. Keyin boshqa kompaniyalar ham 30 million shunaqa taklif qilyapti-da, 30 million, 32 million. Kam bu yani. Kam. Hop. Keyin bitta yaxshi tomoni bo'ldi. O'sha birinchi ishlagan, 11 oy ishlagan kompaniyamdagi katta menejer avval o'zi Samsung kompaniyasida ishlagan bo'lgan. Katta Samsung kompaniyasida ishlagan. Katta kompaniyada ishlagan. Keyin o'sha Samsung kompaniyada birga ishlagan boshqa ishchilari, kasbdoshlari hozirgi men ishlayotgan Opasnet degan kompaniyada ishlaydigan bo'lgan. Bu yerda ham networking rol o'ynaydi, tanishib tanishib rol o'ynaydi bu yerda. 4 oy men ish qildim, o'sha yaxshi ish chiqmagandan keyin o'sha meni o'sha avval birga ishlagan kasbdoshlariga, hozirgi Opasnet ishlayotgan anaqalariga, tanishlariga u aka tanishtirdi. Orada birga uchrashib turdik, birga ovqatlanib, nima qilib turdik-da. Keyin o'sha tanishtirgandan keyin ular menga rezyumeni jo'nat dedi. Rezyumeni jo'natdim. Keyin suhbatga chaqirishdi. Suhbatga chaqirgandan keyin yaxshi kompaniya ekan, juda katta kompaniya ekan. 400 nechta ham ishchisi bor edi. Katta kompaniya. Keyin yoqdi menga, kompaniyaning ishlari hammasi muomalasi zo'r ekan. Keyin o'sha qiladigan ishim ham normalniy bo'ldi. Intervyuga borganingizda nima so'rashdi u yerda? Misol sizni tushunishim bo'yicha u yerda tanishingiz bo'lgan. Sizni rezyumengizni ishxonaga berishgan. Ya'ni bitta yaxshi kandidat bor, shuni intervyu qilib ko'ringlar. Siz intervyuga boryapsiz keyin. Intervyuda nima so'rashdi sizga? Intervyuda o'sha o'tgan kompaniyangda nima ishlar qilgansan? Qanaqa proyektlar bo'lgan? So'rashyapti. O'sha qanaqa proyektlar bo'lgan? Keyin nima ishlar qilgansan? Bizda mana shunaqa narsalar qilamiz. O'sha narsalardan xabaring bormi? Shunaqa narsalar so'rashdi. Texnik savollardan. Keyin ko'pchiligi yana o'sha o'zimga oid savollar. O'sha chet elda bo'lgani uchun 1 yilda masalan necha marta borasan vataningga? O'zbekistonga borib kelasan. Chunki ularga ham masalan ish vaqtida borishim kerak deb holga vaqtsiz ketavermaysiz-da bu yoqda. O'sha kompaniyaga kirgandan keyin qolgan paytingizni jo'natishmaydi. Shunaqa. 1 yilda masalan ma'lum bir dam oladigan kunlaringiz muddati belgilangan bo'ladi. Boshida har bir oy uchun 1 kun dam olasiz xolos. Kalendar qizil kunlar shanba yakshanbadan tashqarini aytyapman. Tushunarli. 2-yildan boshlab 1 yilga 14 kun dam olish kuni beradi adashmasam. Boshqa kompaniyalarda ham shunaqami? Agar yozib oldik, hamma kompaniyada bo'ladigan bo'lsa. Koreyada demak 1 yil ishlasa kompaniyada 15 kun 1 yil uchun to'langan dam olish beradi. Shunaqa, pul to'langan dam olish beradi. O'sha paytda borib kelsa bo'ladi O'zbekistonga. Shunaqa. Xo'p, intervyuga bordingiz, o'sha olamiz deyishdi. Olamiz. Birinchi intervyudan keyin aloqaga chiqamiz deyishdi. Hop. Keyin u endi meni intervyu qilgan odam o'zidan katta anaqalar bilan gaplashganda shunaqa yaxshi, endi nima degan bilmadim. Shunaqa yaxshi kandidatga o'xshayapti, olsak bo'ladi deganmi? Keyin SMS keldi menga. Shu agar bizga ma'qul keldingiz, ishlashni xohlasangiz, javobingizni ayting dedi. Keyin men okey dedim. Oyligi o'tgan kompaniyam bilan bir xil beramiz dedi. Shu 32-35 ta orasi. Shunaqa. Tushunarli. Men o'shanga ham rozi bo'ldim. Chunki bilardim, u yerda anchagina oylikdan ham ko'ra self development muhim. O'sha kompaniyada qanchalik ko'p narsa o'rgana olib, qanchalik rivojlana olasiz. O'sha narsa ham muhim. Chunki rivojlanganingiz sari oyligingiz ham ko'tariladi, lekin mas'uliyatingiz ham ko'payadi. Biz o'zbekmiz-ku, qarang. Koreyaga hamma pul topgani keladi. Misol uchun, uyga chiqarib ko'pchilik uy qurgisi keladi, mashina olgisi keladi. Boshlanishiga mana shunaqa misol uchun ko'pchilik IT sohasida o'qiydi Koreyada, to'g'rimi? Biznes sohasida o'qiydi. Eng mashhur sohalardan ikkitasi, to'g'rimi? IT yoki biznes sohasi. Uchinchi yo'l, ya'ni arbayt qilish, ko'proq o'sha og'ir mehnatda ishlash, ya'ni ko'proq pul topish. Og'ir mehnatda odatda kunlik bilasiz, ko'proq pul topishadi. Haqiqatan misol uchun aytishadi, bir 3 million topishi mumkin. Bir 4 million topishi mumkin, endi rostmi yolg'onmi? Kompaniya sharoitida demak boshlanishiga o'sha 32-35 dan boshlansa, kelajakni ko'rsa bo'ladimi? Kelajaknimi? Ko'rsa bo'ladi. Qanday qilib?
Kompaniya qanday kompaniyaligiga ham qarash kerak. Bu boyanaqa meniki birinchi kirgan kompaniyaga o'xshab qulab ketadigan kompaniya bo'ladigan bo'lsa, o'sha kelajakni foydasi yo'q. Lekin o'sha kompaniyada masalan men tanishlarim bor, programmist. Mobile development qiladi. Kichkinaroq kompaniyaga kirgan, u yerda nechta ishchisi bor dedi. 15 ta 16 ta dedim. 3 million qo'lga tegadigan pul 3 millionmi shunaqa. Uch soliqlardan tashqari qo'lga 3 million tegadi. Menikidan ancha baland. Endi har kimga har xilda. Yaxshi topsangiz, masalan, boshlang'ich oyligingiz ham yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin minimum shunaqa bo'lishi kerak. Kelajakni ko'rish uchun endi qancha yaxshi ishlaganingizga qarab ko'tarilib ketaveradi oylik. Endi hozir agar buni logik o'ylab qaraydigan bo'lsak, odatda misol uchun og'ir mehnatda ishlaydigan odamlar, misol uchun bitta summada to'xtab qoladi, to'g'ri? Misol uchun qurilishga chiqadigan odamlar maksimum topoladigan bir kunda misol 150 ming won yoki 200 ming won bo'lishi mumkin. Lekin undan xohlasa ham osha olmaydi, to'g'ri? Chunki odamni fizikalniy qobiliyati unga yetmaydi. Lekin kompaniyada yoki bir sohani o'rganib ishga kiradigan bo'lsa, demak boshlanishida kichkina boshlashi mumkin. Lekin bu narsa vaqt o'tgan sari progressda o'sadi, to'g'rimi? Misol uchun 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik olib qaraydigan bo'lsak, demak pastdan tepaga qarab o'sadi. Xuddi shunday. Demak, odamning o'zining xohishiga bog'liq bu narsa. Ya'ni kimdir birdaniga ko'p pul topmoqchi bo'lsa, bu ya'ni o'sha tarafga borib turib pul qilib O'zbekistonga ketish kerak yoki yo'q, men uzoq yillar davomida mana shu yerda karyera qilmoqchiman, oilam bilan shu yerda yashamoqchiman desa, demak unga ham umid bor, ya'ni oylik oshsa bo'ladi. Shunaqa oylik oshadi, aniq oshadi. Sizni sohangizda misol uchun necha pulgacha topish mumkin? Koreyada necha pulgacha topish mumkin? Xo'p. Men biladigan ko'p o'zi bu yoqda hech kim ishxona ishlayotganda hech kim bir-biriga haligi hamkasblar oyligi qancha olishini hech kim aytmaydi. Mumkin emas Koreyada. Mumkin emas. Chunki mendan kam olsa, mendan kam olyapti ekan deb anaqa qilish mumkin. Mendan ko'p olsa, nimaga bu mendan ko'p olyapti? Hasad qilish. Shuning uchun hech kim bir-biriga aytmaydi. O'shaning uchun ham o'zaro boyagi yaxshi munosabat davom etaveradi. O'ta yaqinlar boshqa kompaniyada ishlaydigan jo'ralar masalan bir-biriga aytish mumkin. Men mashinani olaman, men mashinani olaman. Xo'p, juda ko'p tajribasi bor injenerlar, o'z sohasini puxta biladiganlar yiliga 90 million, 100 million won olish mumkin. 90 million, 100 million yiliga. Yiliga. Shu sohada olish mumkin. Chet elliklarmi yoki koreyslarmi? Endi men koreyslarni bilaman. Chet ellik injenerlarni ko'p tanimayman, to'g'risi. Zo'r 90 million. Demak, aytaylik 32-35 dan boshlab vaqt o'tgan sari, masalan 5 yil o'tadimi, 10 yil o'tadimi, yuqoriroq lavozimlarga ko'tarilish boshlagan sari, demak 90 million, 100 million wongacha topish mumkin. Shunaqa. Zo'r. Demak, kelajak bor, harakat qilsa bo'ladi. U endi o'sha 90 million, 100 million deganim 32 dan 100 ga chiqish uchun 10 yil. 10 yil kami. Shunaqa muddat bo'lishi kerak orada. Usiz chiqish qiyin. 10 yil muddat bo'ladigan bo'lsak, arziydimi, nima deb o'ylaysiz Koreyada? Endi u hammani o'zini qilgan planiga bog'liq. Shu siz aytgandek, bu yoqda karyera qilmoqchi bo'lsa, ko'p vaqt qolib, masalan, oilasini olib kelib bir qancha muddat o'sha bir necha yil yashab ketmoqchi bo'lsa, ishlash kerak shunaqa kompaniyada. Stabilniy oila kelib turadi, masalan, qiladigan ishingiz ham unaqa og'ir mehnat qilmaysiz. Endi og'ir mehnat qilib ko'p pul, masalan, puli ko'p bo'lsa bo'ldi, men og'ir mehnatga ham roziman deydiganlar bo'lsa, unda siz aytgandek boyagi qurilish, shunaqa ishlaydiganlar ma'qul, shunaqa ishlar. Lekin boyanaqa ofisda ishlayman, oylik sal kamroq bo'lsa ham shunaqa aql bilan ishlaydigan, aqlni ishlatib haligi jismoniy emas, aqlan mehnat qilaman deydiganlarga endi oyligi pastroq bo'lsa ham shunaqa ishlasa bo'ladi. Ishlasa normal karyera qilsa bo'ladi. O'zbekistonga qaytgandan keyin ham masalan dasturchilar hozir kam bo'lmayapti O'zbekistonda. Tushunishlar uchun, demak 32 milliondan 32-35 milliondan boshlab, ya'ni bu koreyskiy vonda, dollarda qancha bo'ladi shunda? Hozir dollar Koreyada qimmatlab ketgan. Dollar qimmatlab ketgan. Do'stlar, agar O'zbekistonda ko'rib turgan bo'lsanglar, 32-35 million dollarda 25 minglar bo'ladi. Menimcha 25-27 ming dollarlar atrofida bo'ladi. Yiliga bu. Oyiga endi hisoblasangiz 1,5 ming 2 ming dollar atrofida. Endi 1,5 ming 2 ming juda katta range. 1700-1800 deylik. Yana mana. IT sohasidagilar uchun 1700-1800 dan shunaqa minimum boshlasa bo'ladi Koreya holatida. O'zbekistonda qanaqa ekan bilmaysizmi? O'zbekistonda IT sohasi necha bilan boshlanadi? Bilmayman, to'g'risi.
Bunchadan boshlanmaydi menimcha lekin. Yo, unchadan boshlanmasa kerak deb o'ylayman. Tushunarli. 1700 dan boshlab 100 million wonga chiqadigan bo'lsa, 100 million won taxminan 70-80 minglar bormi dollardan? 70 ming dollar 70-80 minglar bo'lsa, oyligiga hisoblab aytay. O'sha 100 million, yiliga 100 million won oladigan injenerlar. Ha. Unaqa katta oylik olganingizdan keyin siz to'laydigan soliq ham foizi oshib boraveradi. O'shaning uchun qo'lingizga tegadigan pul ham sal boyagi juda ko'p tegmaydi-da. Masalan, 100 million, yiliga 100 million oladigan injenerlar oyiga fonda 6 million, 7 million olishi mumkin. 6 million, 7 million. Ha, balki 8 milliondir. 8 million won bo'ladigan bo'lsa, 5 million million emas, 8 million emas, 8 million emas. 6 millionlar bo'lishi mumkin. 6 million. 6 millionlar bo'ladigan bo'lsa, примерно 5 ming dollar atrof. 4,5 ming. 4,5. Haqiqatga yaqinlashadigan bo'lsak, bo'lmasa Koreyada kuniga 100 dollar, oyiga 3 ming dollar qanaqa topishyapti? Nima deb o'ylaysiz? Tushunaman. Oyiga ko'pchilik O'zbekistonda yurganlar savoli, misol uchun mendan ham ko'p so'rashadi. Misol uchun men yaqinda O'zbekistonga ham borib keldim-da. Eng ko'p so'raladigan narsalardan bittasi Koreyada oyiga 3 ming dollar topish. Ya'ni ko'pchilik Koreyada yurgan bo'lsa, nima deb o'ylaydi? Demak, oyiga kamida 3 ming yoki 2 ming dollar chiqaryapti deb o'ylaydi. Bu studentlardan ham hisoblab aytsam. Koreyada shunaqa topsa bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Haqiqatga qanchalik yaqin? Chiqarayotganlar bor, yo'q emas. Lekin kela solib unaqa pul topish umuman hayol tushda ham orzu qilmash kerak ular. Iloji yo'q. Kelgandan keyin bu yoqda pulni hech kim supurib olmaydi. Hamma o'sha qiyin mehnatga, qiyin anaqa ishlarga chiqib boshida masalan oyiga 500 dollar chiqarsanglar ham normalniy. Koreyada student bola oyiga 500 dollar chiqarsa zo'r. Zo'r. O'zi student odam uyiga pul chiqarishga majbur emas. O'zini o'zi qoplab yursa ham u ota-onasi xursand. O'shaning uchun agar ota-onalar bolasini, farzandini Koreyaga jo'natayotgan ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa, pul chiqar O'zbekistonga deb umid qilmanglar bolalaringizdan, iltimos. Chunki u bu yoqda kelib o'zini o'zi eplashi ham katta masala. Ayniqsa hozirgi kunda Koreyada haqiqatan ekonomika juda ham qiyin bo'lib ketdi. Birinchidan dollar kursi juda ham oshib ketgan. Shunaqa. Rasxodlar rosa ham ko'payib ketgan. Misol xarajatlar, to'g'rimi? Student bola misol uchun umuman Koreyada yurgan odam prosta yashab qolish uchun ham oyiga ko'p pul ketib qolyapti. Misol 2019-yil bilan hozirgi yilni solishtiradigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farq. Misol uchun men ham tushunmaydigan narsa O'zbekistonda misol uchun oldin O'zbekiston narxlari arzon bo'lgan, to'g'rimi? Hozir hamma narsa qimmatlashdi deydi. Lekin Koreyada ham shunaqa bo'lganligini tushuntira olmaymiz. Koreyada ham shunaqa bo'lgan, ha? Koreyada oldingilar misol uchun yurganlar 3 ming dollar chiqargan bo'lsa, u hozir ham xuddi shu sharoit degani emas-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Yo, endi hozir ham chiqarsa bo'ladi, chiqarayotganlar bor deyapman, lekin juda kam. U qiyin unaqa 3 ming oyiga 3 ming dollar chiqarish juda qiyin. Zo'r zavodda, zo'r oylik beradigan zavodda ishlab, u turar joylaringizni ham o'sha zavod qoplab bersagina chiqarsa bo'ladi shunaqa pul. 3 ming dollar demak, katta zavodlarda ishlasa, ha, mana ish vizasi bilan, E9 bilan viza bilan keladiganlar bo'ladi-ku. O'shalargina chiqara oladi, xolos. Boshlanishidan. U studentlar unaqa pul chiqarish uchun bilmadim. Demak, davlat o'zi ishga jo'natgan odamlar, misol ular yotog'i ham tekin, oziq-ovqati ham tekin, hamma narsasini ishxonasi qoplaydi. Ular hech qanaqangi ortiqcha rasxod qilmaydi. Shunaqa. Tushgan oyligini sirasi O'zbekistonga chiqarsa, qaysidir ma'noda chiqarish imkoniyati bor. Shunaqa. O'shanda ham 3 ming dollar bo'lmasa kerak. Menimcha hozir 3 ming dollaringizdan 4 milliondan oshiq bo'lyapti-da. Endi ba'zi zavodlarda berishi mumkin shunaqa pul. Lekin o'sha juda qiyin-da, lekin menimcha. Men eshitganlar ham o'sha 1,5 ming chiqaradi-da. O'sha zavod ishlaydiganlar. Men masalan student bo'lib turib men bir 4-5 oy yig'ib bitta qilib chiqardim. O'shanda ham 2 mingga bormasdi yo'q. O'sha yillarda. Ha, o'sha student paytlarim. Instagramga ham ko'p chiqishadi. Hozir studentlar ham ko'p pul topyapmiz, demak, yolg'onda shunda, to'g'rimi yoki haqiqatmi, nima deb o'ylaysiz? Oyiga ko'pchilik ko'p pul topaman deb kelyapti. Studentlar ham ko'p pul topaman deb kelyapti. Studentlar oyiga 2 ming topyapti. Endi 2 ming topishi mumkin, lekin 2 ming chiqara olmaydi. Yo'q, uni yarmi o'zini xarajatiga ketadi. Javob. 1000 chiqarishi mumkin oyiga. 1000 eplab chiqarsa bo'ladi. Lekin o'qish qolib ketadi. O'sha 1000 chiqaryapti degani har oy o'qishni dabdalasi chiqib ketdi degani. To'g'ri. Ota-onalarga signal demak. Agar farzandi o'sha 1000 chiqaryapti turgan bo'lsa, o'qish tashlab yuborgan, to'g'rimi? Shunaqa. Juda qiyin. Tushunarli. Shunaqa Koreyada oson emas. Keyin yangi kompaniyaga ishga kirdingiz. Aytadigan bo'lsak,
Erta qachon ishga kirdingiz shunda yangi kompaniyangizga? Hozir ham ishlayapsiz? Ha, 2024 oktyabrda eski kompaniyamdan chiqib ketgan bo'lsam, 2025 fevralning oxirida hozirgi kompaniyamda ish boshladim. Уже 1 yil bo'lib qolibdi-da, to'g'ri? 1 yil bo'ldi. O'sha 1 yil bo'lib qoldi. Ketganmi kompaniya? Ya, bu kompaniya yopilish qiyin, juda Katta qiyin. kompaniya. Juda katta kompaniya. Hozir уже men kirgan vaqt 400 tacha ishchisi bo'lgan bo'lsa, hozir 500 tadan oshdi уже. Уже kattalashyapti kompaniya. Kattalashyapti. Oylik oshdimi kirganingizdan beri? Ha, 1 yil bo'lgan hisobiga mana har yilni boshida oshadi. Zo'r. Demak, boshlanishi misol uchun 32-35 lar atrofida gaplashib kirilyapti. Yilda 1 yil o'tgandan keyin sizdan so'rab ishingizga qarab oshirishadimi yoki farqi yo'q oshirishadimi? U o'sha masalan kompaniya endi har xil kompaniyada har xil. Bizning kompaniya juda katta bo'lgani uchun har bir biznes bo'limlar bir 7-8 ta biznes bo'lim borda bizda. Masalan, har bir biznes bo'limni o'zini alohida sotuvi, o'zini alohida foydasi bo'ladi. Bir-biriga anaqa aralashib ketmaydi. Bizni biznes bo'lim qancha foyda ko'rgan bo'lsa, o'shanga qarab bizni oyligimiz ham demak, sizlarning departamentinglar yaxshi ishlagan bo'lsa, sizlar departamentinglarda ko'p pul olib kirgan bo'lsa kompaniya, sizlarning ishchilarning o'sha oyligini ko'taraveradi. Shunaqa. Keyin oylik oshishida ham minimum anaqa bor. Inflyatsiya foizi bo'ladi-ku, masalan, Koreyada 2024-yil inflyatsiya foizi masalan 3.2% bo'ldi bo'ladigan bo'lsa, minimum oylik ham o'shancha oshishi kerak degan. Zo'r. Hozir o'zi xohlaganda oshamaydi kompaniya, Koreya inflyatsiyasiga qarab turib, sizlarga shuncha qism qo'shish kerak. Shunaqa, minimum shunaqa oshishi kerak. Chunki unaqa oshmaydigan bo'lsa, siz stabilni bitta oylikda turibsiz-da, lekin bu yoqda narsalar qimmatlab ketyapti. Уже minusga qarab ketasiz. O'shaning uchun minimum o'shancha plus yana foydaga qarab yana qo'shiladi foiz. Zo'r. Demak, o'sha boshida aytganimizdek, mayli kuniga $100 topmayapti, lekin qanchadir miqdorda boshlab, u yil davomida oshib boryapti. Stabilni ishda ham ishlayapti, to'g'rimi? Shunaqa. Endi odamning o'zining xohishiga bog'liq qolgan. Nima tanlash misol uchun. Shunaqa. Agar shu progressda ketadigan bo'lsa, aytaylik 5 yil muddat ichida qanchaga oshishi mumkin oylik? Hozir misol 32-35 dan 5 yillik kelajakni ko'radigan bo'lsak. 5 yildan keyinmi? Odamlar tushunishi uchun misol uchun bitta bola 25 yoshda ishga kirdi deylik, o'qishda bitirdi, to'g'rimi? Biz O'zbekistonda oila qurish kerak. Qil kerak bo'ladi. 43-44 millionlar bo'lsa kerak. 43-44 million. 5 yilda уже. Keyin yana ketaveradi. Undan ham ishga qarab undan ham ko'payishi ham mumkin. Undan kamroq bo'lishi ham mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Koreyada yurganlar bo'lsa, 5 yilda 43-45 ga chiqadigan bo'lsa, yaxshimi yomonmi? Bilib ko'ramiz. 43-45 menimcha oilab yashash ketadimi? Nima deb o'ylaysiz? Ketadi, menimcha. 2 kishigami? 2 kishiga yetadi. Jicha oshishi mumkin. Jicha oshishi mumkin. Bu ham odamning o'zining ekonomikasi. Ha, ekonomikaga bog'liq. Uyda ovqat qilib, ko'chadan ko'p rasxod qilmay, masalan, ko'chada ovqatlanish bu yoqda uyda ovqatlanishdan ko'ra 2 barobar qimmat. O'zbekistonda ham shunaqa. Shunaqa ko'chada ovqatlanish. Shunaqa uyda ovqat qilib yeb, ortiqcha rasxod qilmasdan nima qilsa, bemalol orttirsa bo'ladi. Endi Koreyada misol uchun hozirgi sharoitingizda necha pul rasxod qilasiz? Necha pul xarajatingiz bor? Bir oyda necha pul ketadi sizga? Hozir endi kvartirani ishxona to'lab berayotganda hisobiga. Bir oyda o'zimga ketadigan xarajat где-то $400 atrofida ketadi. $400 Koreyada. $400 yo $500 bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib yashayapsiz? Aytib bermaysiz, oziq-ovqatga necha pul ketyapti bir oyda? Oziq-ovqatgami? Hozir uyda ko'proq ovqat qila olmayapman. Vaqtim bo'lmayapti, to'g'risi. Kechgacha ishlayapman ba'zi kunlarda. O'shani hisobiga oziq-ovqat va yeb ichish, ko'chadan ovqatlanish bu eng ko'p ketadigan narsa shu. O'shani o'ziga bir $250-300 ketib qoladi. $200-300 atrofida ketyapti yeb ichishingizga. Keyin yana nimaga ketadi? Keyin transport, ishga borib kelishga. Uni ham agar ishxonaga emas, boyagi mijoz firmaga boradigan bo'lsak, pulini beradi kompaniya. Kompaniya o'zi tekin bo'ladi. Shunaqa. O'shanga, keyin kiyinishimga. Kiyinishingizga ham pul to'lashadi. Yo'q, kiyinib xarajat ketadi demoqchiman. Endi kiyim har zamonda olaman, uncha ko'p ketmaydi. Tushunarli. Boshqa xarajat ketadigan narsa yo'q. Hozir agar tushunishim bo'yicha hozir kompaniyangiz o'sha yotog'i, ya'ni yotadigan joyingizni bepulga bergan. Shuni hisobiga yotoqxonaga kommunal to'lovlar ham to'lamaysiz. Yo'q.
Zo'r-ku. Hozir Вообще zo'r. $400 bo'ladigan bo'lsa, 32-35 atrofida bo'ladigan bo'lsa, ko'pini уже saqlab qolyapsiz degani. Shunaqa. Ko'pchilik misol uchun kompaniyaga kirib turganda oylikka qaraydi, lekin yashash sharoiti misol uchun koreyslarda hetek deydi-ku, boshqa bonus boshqa narsalarini qaramaydi. Shunaqa. Shunaqa narsalarga qarasam yutish mumkin ekan. Конечно, oyligingiz boyagi necha pastroq bo'lsa ham, lekin boyagi masalan telefoningizni bir oylik to'lovini qilib bersa, To'lashi mumkinmi shunaqa? meniki masalan oyiga 46 ming wonlik anaqada sim karta ishlataman, lekin ishxonamdan 80 ming won beradi menga. Sim kartani o'ziga. Ishxonangizga ish kerak emasmi? Hozir sizni qarang. Ha. Yotoqxonangizni to'layapti, Ha. telefoningizni to'layapti. Ha. Faqat siz ovqatlanishingizga pul sarflaysiz xolos. Transportingiz bilan, to'g'rimi? Ovqatlarimni ham agar bizni ishxonada shunaqa narsa bor. Masalan, koreyslarda bilsangiz levellar bo'ladi. Savon, deri, kojang, chajang shunaqa levellarga ketadi. Masalan, oddiy ishchi, keyin secondary manager, o'zbekchasini bilmayman, shunaqa levellarga ketadi. 3-leveldan boshlab pobinqada degan narsa bo'ladi. Ya'ni ishxonani hisobidan ishlatadigan karta. Ishxona sizlarga karta beradi. Karta beradi, 1 oylik limiti 1 million won. O'shani hisobidan masalan mijozlar bilan uchrashganda yoki u yoqqa borganda, ovqatlanganda o'sha kompaniyaning pulidan ishlatadi. O'zingizda shaxsiy xarajatlaringiz, biz kompaniyaning xarajatlari, to'g'rimi? Kompaniyaning pulidan ishlatadi. Agar o'shanaqa level 3 dagi injenerlar bilan birorta proyektga borib yo birga anav qiladigan bo'lsak, ular bizga ham ovqat olib beradi. Даже obedga ham pul sarflamayman ba'zi vaqtlarda. Zo'r-ku. Demak, kompaniya paytda hamma xarajatlaringizni qoplayapti, undan tashqari oylik ham beradi. Shunaqa. Heteklarga e'tibor berish kerak. Masalan, o'zi ovqat obedga beradigan pul boyagi oylikning ichida bo'ladi va yillik beradiganning ichida bo'ladi. Undan tashqari agar shunaqa qanaqadir heteklar, ya'ni o'zbekchasi nima o'zi hetekni? Bonusda qo'shimcha narxlari. Demak, Qo'shimcha rag'batlantiruvchi tomonlari. shunaqalar bo'lsa, o'shalarga ko'p qarash kerak. Masalan, yo'l pulini to'lab bersa ham. Zo'r, demak, ishga borib kelish xarajatlaringizni ham to'lashi mumkin. Bir oyga $100 ketadi pashti. Koreyada. Ishxonaga borib kelish. Ishxonangiz qayerda o'zi bu yerda? Hozir ishxonam asosiy ofisimiz anaqada Seulda Samsung bekatida. Xo'p. Keyin data centerimiz alohida. Data centerlar ham. Data centerimiz bor alohida. U yoqda testlar qilamiz ko'pincha. Device'lar borda u yoqda har xil o'sha uskunalar. O'sha yerga borish, u Gasan Digital degan joy. Gasan Digital. Demak, ikkita ofisga borasiz. Almashish. Asosan Gasanga boraman men. Data centerimizga boraman. Tushunarli. Asosiy ofisimizda anaqada biznes bo'limida ishlaydiganlar. Biznes bo'lim. Bizneslarda demak biznes bo'limi ham bor. Siz qaysi bo'limdasiz? Yo, biznes bo'limi deganim mana bitta bizni biznes bo'limidagi yong'oqtim deydi. O'sha biznesni qanaqadir bir proyektlarni olib kiradigan injenerlarga berib ma'qul deydigan odamlar yong'oqtim deydi. Ya'ni biznes tim, sotuv bo'limi. Keyin engineering tim bor, IT tim bor. Shunaqa hamma anaqada shunaqa. Koreyada demak shunaqa sotuv bo'limi sizlarga ish olib keladi, sizlar ishni bajarishinglar kerak bo'ladi. Shunaqa. Ular sotuv bo'limi o'sha mijozlar bilan aloqa qiladi, boshqa qiladi. Biz prosta texnik nimalarni qilamiz. Asosiy tasqlarni qiladi. Biz ham lekin baribir mijozlar bilan nima qilamiz? Gaplashasizlar. Gaplashamiz. Hozir kompaniyangiz bitta sizmi chet ellik? Yo boshqa chet elliklar ham bormi? Boshqa biznes bo'limida bitta o'zbek qiz bor edi. U ham injener edi. O'sha kirganimdan keyin boshqa o'zbeklar ham bor kompaniyasida. Zo'r. Bitta o'zbek bor, mendan tashqari. O'sha kirganimdan keyin bir martami ko'rganda o'sha salomlashdim, ko'rishdim, biroz gaplashdik. Keyin o'tgan yil o'sha 2025 ning oxirida u ishxonadan chiqib ketdi. O'sha o'zbek qiz. Bitta o'zingiz qoldingiz endi. Boshqa chet ellik yo'q. Chet ellik adashmasam yo'q. Qiyin emasmi koreyslar bilan ishlash? Nima qiyinmas? Polni hamma narsa koreysda muloqot qilishinglar kerak. Koreyslar bilan ishlaganingizda qanaqadir bo'ladi? Mana bu odam ajratadi, qo'pol muomalada bo'ladi, misol uchun. Unaqa narsa yo'q. Yo'q. Bizni kompaniyada yo'q, boshqa kompaniyalarda bo'lishi mumkin. Bizni kompaniyada yo'q. Sizga shu paytgacha hech qanaqangi chet elga nisbatida misol uchun ortiqcha hurmatsizlik ko'rsatilmagan? Yo'q, ko'rsatilmagan. Absolyutni ko'rsatilmagan. Naborot, menga haligi shuncha chet eldan kelib, haligi qiynalib, haligi bir o'zim tanishim yo'q, ishlayotganim uchun menga yordam bergisi keladi ba'zilar. Shunaqa har zamonda masalan eski birga mana hozirgi kompaniyamga meni tanishtirib qo'ygan, birinchi kompaniyamda birga ishlagan katta menejer aka ham har zamonda "Ke birga ovqatlanamiz" deb har zamonda chaqirib shuni. Karslardan ham o'g'ayni qilyapsiz-da bo'lmasa. Xo'p,
hozir IT kompaniyada ishlayapsiz demak. Aha. 400 tadan oshiq kompaniya. Og'ir mehnat talab qiladigan ish emas. Ya'ni aqliy mehnat ko'proq, to'g'rimi? Og'ir mehnat ham bo'ladi. Og'ir mehnat ham bo'ladi. boyagi Mashinada yuk tushirmaslar. Tushiramiz. Yo'q, Ha, boyagi device'lar har biri masalan og'irlari ham bor, yengillari ham bor. Bitta katta projekt bo'ladigan bo'lsa, masalan, hozir katta projekt ketyapti. 216 ta switch, 1500 ta AP degani bu anaqa Wi-Fi routerga o'xshagan narsa. O'shanaqani tushirdik, vashti tinib qoladi. Arbaitan qildiradi ekan. Endi u ko'p bo'lmaydi lekin. Ko'p bo'lmaydi. O'sha bir marta o'sha tushirasiz, keyin o'zi tushirgandan keyin unboxing qilib, ochib turib, ichiga keyin o'sha kompyuteringizni olib konfiguratsiya qilasiz, shunaqa. Tushunarli. Bo'ladi lekin. Koreyaga kelganingizga necha 2019 bo'lsa 7 yil bo'lyapti. 7 yil bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha endi har xil kun o'tadi hammani, misol uchun boshqa musofir yurt, boshqa narsa, to'g'rimi? Shu kunlarda misol uchun eng qiynalgan paytlaringiz qanaqa bo'lgan Koreyada yangi kelgan paytingizda? Misol uchun kimdir hozir o'sha vaziyatlarda bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Koreyada yurganlar. Eng bilgani. Qiynalmaganman nima? Men to'g'risi ko'p qiynalmaganlar safida turaman to'g'risi. Qiynalmaganman deb o'ylayman. Chunki pulim tugashidan oldin ish topganman. O'sha ish men to'g'risi masalan ishdan hech qochmaganman. O'sha ishda charchasam ham, charchadim, nima bo'libdi? Lekin qiyinchilik his qilmaganman-da. Ishda to'g'ri stress olardim, ba'zi mijozlar kelardi, вообще haligi xarakteri yomon mijozlar. O'shanaqa paytlar sadaligi stress olib, jahlim chiqardi, boshqa bo'lardi. Eng qiynalgan narsamni aytaman. Eng qiynalgan narsam korona payti kelib qolganning hisobiga O'zbekistonga anaqalar sotilmay qo'ydi, biletlar. Bora olmadim. 1,5 yildan keyin O'zbekistonga borish niyatim edi. Bora olmadim-da, yana 1 yil qolib ketdim. O'sha vaqtda oilamni juda sog'inganman. O'shanda yomon qiynalganman. Musofir yurtda baribir oson emas. Oilasi istalgan paytda borib ko'ra olmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Sog'ingan payti ko'ra olmaganning hisobiga juda qiynalganman. Hatto ish topish, unaqa narsalarda qiynalmagan. Yo'q, Koreyadagi hayot, masalan, ovqatlariga ham moslashib ketganman, achchiq ovqatlariga. Boshqa culture anaqasiga ham moslashib ketgan, madaniyatiga, ish topish, boshqa hammasi normal ketgan menda. O'sha koreys tilini bilganligingiz hayotingiz shunchalik oson bo'ldi. Koreys tilini bilsangiz, koreys tilini bilsangiz, juda ham anaqa oson ketadi hayot. Tushunarli. Chunki hozir Koreya ko'pchilik kelyapti, asosiy muammolardan bittasi ish topish. Misol uchun ish qayerdan topishni bilmaydi. Men yomon ko'radigan narsalardan bittasi o'zbekni aldaydi deydi Koreyada. Misol uchun ishga chiqaradi, ish haqini bermaydi vaqtida yoki qanchadir qismini ushlab qoladi. Koreys tilini bilmagan bola noilojlikdan o'sha ishlashga majbur bo'ladi-da, chunki boshqa ish yo'q. Shunaqa vaziyatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Sizda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi? Kimdir misol uchun ishga olib chiqib, ishga pulingizni bermagan? Yo'q, men unaqa vaziyat bo'lmagan. Menda bir marta qanaqadir zavodga chiqqanman. Xullas, tunuka ishlab chiqaradiganmi, taxt ishlab chiqaradiganmi, o'sha yerda yomon qiynalib ishlaganman. Juda kam pulga. O'sha ishga olib chiqqan bitta anaqa ruskaris deydi-ku, hali urush paytida O'zbekistonga borib qolgan koreys, lekin hozir ruscha gapiradigan ruskarisda olib chiqqan ishga ko'pchilik bolani mashinasida. Shunaqa. Endi o'sha ish topib berib olib chiqqaniga pul olib qolgan. Pulim hali ishlagan joyimda pulimni bermasdan unaqa mashinniklarga uchramaganman. Lekin uchraganlarni ko'p eshitganman. Uchraganlar ko'p eshitgansiz. Endi noinsofsizlikda birovning haqqi baribir birovga yuqmaydi deydi-ku. Shunaqa. Keyin shu sababli misol uchun Koreyada ko'pchilikda biladigan narsa, misol uchun o'zbeklar bilan bir xil payt ko'chada yursa ham salomlashmasdan o'tib ketadiganlar bor-da. Misol uchun o'zbeklar tanimaganlikka olib o'tib ketadiganlar bor. Tanisami yoki tanimasa, misol mana ko'zingizga tushadi, ko'chada ketyapsiz, to'g'rimi? Endi ko'zingizga tushsangiz, baribir o'zbekligini bilasiz, o'zimizni qora ko'z, bunday qaraysizda, bu aka o'zbek deysiz. Lekin oldindan xuddi chet ellik deb o'tib ketadi. Men bilan salomlashishga yoki boshqa narsaga majburiyat yo'q. Lekin ichida o'zbekligimni bilib qolmasa bo'ldi-da degan narsa bo'ladi qandaydir. Men bilmayman agar boshqalarda shunaqa narsa bo'lganmi yo'qmi? Men bir ikki marta his qilganman. O'zbekligimni bilib qolmasa bo'ldi. Tipa Koreyada yuribman, hozir bir narsa so'raydimi yoki boshqa narsa qiladimi degan qanaqadir qo'rquv bo'ladi. Shu narsa menga yoqmaydi misol uchun. Sizga, lekin men masalan ko'chada ko'rsam
Men bilmayman to'g'risi, o'zbekmi yo'qmi? Chunki o'zbek o'zi ko'pchilik millatga o'xshaydi-da. Ha. Ruslarga o'xshaydigan o'zbeklar ham bor ko'rinishidan. Ha. Arablarga o'xshaydigan o'zbeklar ham bor, hali qosh ko'zlari qop-qora. Endi har xil bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun indamay o'tib ketaveraman. Lekin masalan, kimdir kelib menga gapirib nimadir so'rasa, hech qanaqa tortinmayman. Bemalol javob berib, ingliz tilida u yerni qanaqa borishini so'rasammi, boshqami? Tushunarli. Xo'p. Keyin ko'pchilik qiziqadigan narsa sizdan ham bir so'raydi-da. Koreyaga misol uchun O'zbekistondan qizlarni kelib o'qishiga qanaqa qaraysiz? O'zi kelib, misol uchun bakalavr, magistraturaga o'qishyapti. Endi odatda ishlagan kelishmaydi ular. O'qigani kelishadi ko'p holatda. Tepaga chiq. O'qigani kelish uchun agar oilasi, ya'ni ota-onasi o'sha qizni 4 yil davomida bakalavr keladigan bo'lsa, 4 yil davomida polniy o'sha yotoq joyi, ya'ni turar joyi, ovqatlanishi, kiyinishi, boshqa hamma xarajatlarni qoploladigan darajada qurbi yetsa, kelaversin o'qishga. Kelsa bo'ladi. Ha, kelsa bo'ladi o'qishga. Koreya juda eng xavfsiz davlatlarning ichida turadi. Tunda ham bemalol ko'chada yursa bo'ladi. Anaqalar, kameralar qo'yilgan hamma joyga. Xavf deyarli yo'q. O'qish sistemasi yaxshi, lekin qiz bola uchun Koreyada ish topish biroz muammo. Masalan, o'g'il bola boyanaqa oshxonalarda kuch ketadigan mehnat qilib boshqa ishlar nima qilsa bo'ladi-yu. Qiz bolaga sal qiyinroq baribir. Qizlar nima ish qilish mumkin Koreyada? Qizlar nima ish qilish mumkin? Anaqalar ishlash mumkin. Hagon deydi, ya'ni o'quv markazlarida ingliz tili zo'r bo'lsa agar, ingliz tili o'qitish mumkin yoki koreys tili yaxshi bo'lsa, birorta oilani anaqa yosh bolachalari bo'ladi-ku, o'sha yosh bolachalarini anaqa qilib berishi mumkin, qarab berishi mumkin. O'sha vaqtday pul to'laydi ularga. Demak, o'sha misol uchun enagalik qilib, misol uchun enagalik to'g'rimi? Shunaqa. Demak, og'ir ishlar misol uchun bizda Koreyada misol uchun tekpe deydi, to'g'rimi? Anaqa ishlarda qizlar ishlay olmaydi. Yo. Qiyin, yosh qiyin. Qo'shilaman. Unaqa og'ir ishlarni o'zi qizlarni ishlashi, qo'lidan kelsa ham ishlamagani yaxshi. Qo'lidan kelsa ham deyarli, chunki Koreyada bilasiz, odamni juda ham bemehr qilib qo'yadi bir xil payt. Yaxshi. Qiz bolaga bemehr bo'lsa, menimcha unchalik yaxshi emas. Hayoti davomida ham keyinchalik oila qurishi, boshqa narsasiga menimcha yaxshigina ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Qo'shilaman bu tarafda. Demak, qiz bola agar kelmoqchi bo'lsa, hamma xarajatlarini uydagilar qoplay oladigan darajada bo'lsa, qiz faqat bu yerga o'qish maqsadida keladigan bo'lsagina kelsa bo'ladi. Qolgan holatda kelishmagani ma'qul. Agar ishlar, misol uchun, o'g'il bolalar sharoitida shunaqa, agar pul topib ketaman deydi. Ham o'qib, ham masalan ishlab pul topaman deydigan anaqaga kelmagan ma'qul qiz bola. Qiynaladi ancha. Tushunarli. Qiz bola yoki birorta tanishi bo'lsa, kelsa yaxshi. Birorta akasimi, qarindoshimi, tanishi bo'lsa. Baribir yolg'iz qiynalib qolganda poddeshka qilib yordam bergani, bitta odam bo'lsa qo'rqmasdan yuradi, to'g'ri. Lekin xavfsizlik jihatdan muammosi yo'q. Xavfsizlik jihatdan muammo yo'q. Faqat shu pul, boshqa ish topish masalasi bo'yicha ozgina qiynalishi mumkin xolos. Tushunarli. O'zi Koreya, misol men ham Koreyada o'qiganman, birga o'qiganmiz. Ochiqchasi aytadigan bo'lsa, o'sha o'qishga kelishga arziydi deb o'ylaysiz, misol o'qish standartlari arziydi. Arziydi? Masalan, Koreyada competition zo'r, ya'ni o'zaro raqobat. O'zbekistonda masalan byudjetga kirdingizmi, byudjet, kontraktga kirdingizmi, kontrakt oxirigacha. Bu yoqda unaqa narsa yo'q. O'qishga kirasiz, o'qigan bahoyingizga qarab, yaxshi o'qimasangiz kontrakt to'laysiz, yaxshi o'qisangiz kamroq to'laysiz yoki scholarship yutib byudjetda o'qishingiz mumkin. O'shaning hisobiga ham o'qituvchilar ham zo'r universitetlarda o'qib kelgan o'qituvchilar. Tushunarli. Hammasi darsini ham o'ta puxta o'tadi. Masalan, men afsuslanmayman Koreyada o'qiganimga. Yana xuddi shu imkoniyat berilsa 2019-yilda siz yana Koreyani tanlagan bo'lardingiz. O'qimasdan. Afsuslanmangiz kelgan. Afsuslanmayman. O'qishdan tashqari ham baribir chet musofir yurtini ko'rgan odamni ancha manaqasi oshadi. Dunyoqarashi, fikrlashi oshadi. Mas'uliyatni his qiladigan bo'ladi.
o'zingizni o'zingiz boyagi ro'zg'orni qilasiz, uyingizni o'zingiz tozalaysiz, boshqa xullas ko'p jihatdan o'sasizda. Shunaqa. Bitta oilani mas'uliyatini olishga tayyor bo'lib qolasiz anchagina. Tushunarli. Koreyada shu taraflari bilan yutuq taraflari ko'p, lekin odamni haqiqiy tayyorlab qo'yadi ko'p narsaga. Qiyinchilikka ham, ochlikka ham, to'qlikka ham, osonchilikka ham, qiyinchilikka ham. Hamma narsaga tayyorlab qo'yadi, lekin qo'shilaman. Ma'lumot o'rnida biz hozir Daiso magazinidamiz. Bu yerda eng qimmat narsa ham 5000 won turadi. Mana ko'rib turgan hamma narsalaring eng qimmati 5000. Eng arzoni 500 won, 1000 wondan boshlanadi. Koreyadan shunaqa joylar bor. Kim ham o'qish deganingizga O'zbekistondagilar ham ko'rishi mumkin. Koreyada baholash tizimi odatda relative deydi, to'g'rimi? Ya'ni nisbiy. Bularda raqobat shunchalik kuchliki, faqat topdagi 5 yoki 10 tagina student scholarship, ya'ni grant ola oladi, xolos. Shunaqa. Kim qanchalik qattiq o'qimasin, boshidagi topdagi 5 tagi odam o'qiydi. Shuni hisobiga kursning ichidagi bolalarning ichida raqobat kuchayib ketadi, to'g'ri? Ichki raqobat kuchli bo'ladi. Bu Koreyaning standarti bo'yicha tipa o'qishda ham yanada ham yaxshilaydi deb hisoblashadi. Shuni hisobiga Koreyada o'qishda shunaqa taraflari bor, O'zbekistondan boshqa joyi. O'zbekistonda ham GPA tizimiga o'tishgan adashmasam hozir. Hozir o'tyapti. Qanchalik bu narsa relative yoki absolyut hisoblashadi, unisini keyincha yozib qoldirishadi agar biladiganlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, Koreyada lekin ko'pchilik so'raydigan narsa stress bilan yolg'izlik. Ko'pchilik Koreyada baribir o'zi yashaydi, misol uchun, to'g'rimi? Ayniqsa studentlar. Ish bo'lmasa, boshqa narsa bo'lmasa, uyda bo'ladi. Ko'pchilikda o'zidan o'zi sababsiz, misol tushkunlik yoki depressiya, stress, endi depressiya demaylik. Yolg'izlik holatlari juda ham ko'p. Shunaqa holatlarda siz nima qilasiz yoki nima maslahat berasiz yangi kelgan odamlarga? Boshida endi men bir o'zim turmaganman. Boyaga birga o'qiydigan bitta kursdoshim bilan turganman, Jasurbek degan kursdoshim bilan. 4 yil birga turganmiz. 4 yil bitta. Zo'r o'rtoq bo'lgan ekansiz. Keyin yana bitta yaqin o'rtog'im bor edi. U bola bilan keyinchalik birga turganmiz. Agar o'rtoqlaring bo'ladigan bo'lsa yoki birga o'qiydigan birorta hamyurtlaring bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan birga turgan yoki agar yolg'iz turadigan bo'lsanglar ham, o'shalar bilan uyga boribmi yoki biror joyga borib suhbat qilib, dardlashib, shunaqa qilgan yaxshi. Yolg'iz turish masalasi. Yolg'iz o'zi musofir yurtda yolg'izsiz. Bundan tashqari ham yana yolg'iz turib hech kimingiz tanishingiz bo'lmasa, qiyin-da. Vashida odam vashi yolg'izlanib qoladi. Kim bilan turish ham muhim deb o'ylayman. Misol uchun men ko'p kuzatganlarim, misol uchun faqat o'qishga intiladigan bolalar bilan birga turgan bolalar o'qib ketadi. Faqat arabay, pul topishga qiziqadigan bolalar bilan chiqadiganlar o'sha sohada ketadi. Shunaqa. Koreyaga kelib universitet tanlab turganingizdan keyingi eng katta qaroringiz yotoqxonaga sherik tanlab turganingiz. Agar yotoqxonaga sherigingiz kim bo'lsa, siz keyingi 5 yillikda xuddi o'sha odam bo'lib yetishasiz. Ya'ni agar u faqat arabay ishlaydigan odam bo'lsa, 5 yildan keyin siz ham katta ehtimol bilan arabay turgan bo'lasiz. Agar o'qiyap turgan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz ham o'qiyap turgan bo'lasiz. Tabiiy holatlar farq qiladi, ta'sir qiladi ekan, qo'yil qolgan joylar. Shunaqa. Agar bir-biriga umuman maqsadlari boshqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 yil birga turgandan keyin natural holatda ajrab ketadi. Shunaqa, Koreyada ko'p mana shunaqa holat. Shunaqa o'zi bilan haligi yo'nalishi bir xil ketadigan odam bilan birga turgisi keladigan bo'lib qoladi. Shunaqa. Voy, lekin shu taraflama katta qaror. Katta qaror. Xonadosh tanlash kerak bo'lsa major tanlashdan ham kattaroq Koreyada. Universitet mana, universitet. Lekin major tanlash baribir u kelajagingizni belgilab beradigan narsa bo'lgancha. Bo'lishi mumkin. Men lekin shunaqa deb o'ylayman. Misol uchun qaysi majorda bo'lsangiz ham, misol uchun adashib kelib qolganlar bor, misol uchun biznes yoki boshqa narsaga. Yaxshi xonadoshga tushib turib, o'sha sohasini o'zgartirib olganlarni ko'ryapman. To'g'ri. Misol uchun biznesga kelib turib, injenerga o'tib ketganlarni bilaman, misol uchun. Umuman o'qimay yurib turib, yaxshi o'qiydiganlarga qo'shilib qolgandan keyin birdaniga baholari ko'tarilishdi boshqa. Bilmayman qanaqa ta'sir qilishi mumkin. Lekin haqiqatdan xonadosh tanlash Koreyada juda muhim deb o'ylayman. Misol sherik tanlash o'ta muhim, jiddiy qarash. Shu universitet tanlab turganda ham sherik o'ta muhim, xonadosh, o'zimiznikini. Shunaqa. Keyin bizda Koreyada ko'pchilik biz O'zbekiston, ya'ni o'zbeklar orasida biz faqat o'zbeklar bilan yuramiz. Ahamiyat berganmisiz? Tipa ko'p universitetlar ham ko'pchilik o'zbek community yig'ilib qoladi. Karslar bilan qo'shilib yurish, misol uchun karslar bilan bir universitetda ham birga proyektlar qilish bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa narsalar qilmaymiz. Shu narsa qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'ylaysiz? Misol uchun Koreyaga kelgan student bola
Faqat o'zbeklar bilan qo'shilib, misol faqat o'zimiznikilar misol uchun arbatga chiqib yoki ishga chiqib o'qishda yurganimiz yaxshimi yoki karslar bilan ham do'st orttirishga harakat qilsa bo'ladimi? Kars bilan do'st bo'lsa bo'ladimi? Kars bilan do'st bo'lsa bo'ladi. Boshida boyagi madaniyat o'rtasida farq bo'lgani uchun birinchi o'rinda tilni yaxshi bilsangiz, karis tilini yaxshi bilsangiz, karislar bilan do'st bo'lishingiz oson. Endi u ham karisni lekin anaqasiga bog'liq, xarakteriga bog'liq. Ko'pchiligi o'g'il bolalar ham даже uyatchanroq bo'ladi. Haligi chet elliklarni ko'rsa gaplashishga kelmaydi, o'zi tortinadi, haligi ingliz tilida gapirishim kerakmi deb haligi ingliz tilini yaxshi bilmasa qo'rqib boshqa bo'ladi. Lekin shunaqa sal anaqa chiqishib gaplashib ketsangiz, ancha yaqin bo'lsangiz, masalan sizga bularda misol bizda o'rtoq yaqin bo'lib ketamiz-ku, misol uchun o'zbeklar to'g'ri, birpas oshno g'ayr bo'lib ketamiz. Karslar ham shunaqa qabul qiladimi chet elliklar yo baribir ozgina masofa bo'ladi baribir. Chunki unaqa yaqin bo'lib ketishni, kichkina paytingizdan birga katta bo'lsangiz, masalan, juda yaqin bo'lib ketgan bo'lasiz, o'shanaqalar bilan yaqin bo'ladi xolos. O'zi keyinchalik universitetda ham yaqin bo'lishi mumkin bir-biri bilan, baribir lekin masofa bo'ladi. Ancha chet ellik bilan teng bo'ladi. Ozgina anaqasi bor, to'g'rimi? Keyin masalan karslar ko'p ichadi, to'g'rimi? O'sha ichmaydigan chekmaydigan odam. Nima qiladi? Shunaqa ichmaydigan chekmaydigan odammi? Unaqa davralarga qo'shilmagandan keyin обязательно boyagi masofa uzoqlashib boraveradi. Chunki bular boyagi haligi ishdan keyin yoki projekt tugasa, o'qishda semestr tugasa, o'sha kursdoshlarmi yoki kichkina davrachalarda o'tirib o'sha ichishadi. To'g'ri. O'shanaqa joylarda ko'proq bir-biri bilan yaqin haligi dardlashib, boyagi ancha nima deydi, ko'ngildagi gaplarni aytib shunaqa qilishadi. O'shaning uchun. O'sha qo'shilmagan odam biz uzoqlashamiz degan. Shunaqa. Misol uchun men ham yurgan bo'lsam, birorta kars o'rtog'im yo'q. Misol uchun hozir endi o'qishni bitirgandan keyin, ishga kirganingizdan keyin qanaqadir proyekt qilgingiz keladi, to'g'rimi? Biznes boshlamoqchi bo'lasiz, nimadir qilmoqchi bo'lasiz. И shunaqa paytda bitta kars o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qariya tizimini yaxshi tushunadigan, birga boshlashga imkoniyati bo'ladigan odam bo'ladigan bo'lsa, menimcha yana ham yordami tegadi-da. Men shunaqa o'ylayman, lekin shunaqa shans bo'lmagan bizda nimaga. Faqat shu o'zimiz yurganmiz, даже karslar bilan o'rtoq orttirishga harakat ham qilmaganmiz ekan. Chunki misol uchun men yangi kelganlarga so'rasam, misol uchun aytaman bir xilgilariga, yaxshi karas Koreyada shu student bolalar bilan o'rtoq bo'lib, hech bo'lmasa gaplashib yoki fikr almashib, sababi ular dunyoqarashi vobshe boshqacha. Misol uchun biz umuman boshqa dunyoda yashaymiz, ular umuman boshqa dunyo standartlar bilan yashaydi. Uni eshitgandan keyin tabiiy holatda fikrlash doirasi ham kengayadi. Ha, shunaqa odamlar ham bor ekanda degan qarashlar ham paydo bo'lishni boshlaydi tabiiy holatda. Shunaqa, Koreya oson emas menimcha. Oson davlat yo'q. Chet elda baribir qiyin-a? Chet elda qiyin baribir. Instagramda muzikalar bilan chiroyli chiqadi-ku, lekin. Shunaqa. Koreyada shaxs onaqa, oilaviy yashashganda, qarang, sizlar uylanmagansiz, bitta o'zingiz yashaysiz, sizlarmi? Uylanish niyatingiz bormi? O'zi karis qizga uylanasizmi, o'zbek qizga uylanasizmi? O'zbek uylanaman. Birinchi o'rinda diniy jihatdan to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, masalan, karis o'tkazib ketsangiz bo'ladi-ku diniy. Karis qizga masalan uylanib, karis qiz o'z musulmon dinini qabul qilgan karis qizlar ham bor. Lekin baribir bilmadim. Men o'zim xarakterimdan kelib chiqadigan bo'lsa. Qaysi xarakteringiz uchun sizga karis qiz misol uchun? Karis qizlar ko'pchilik misol uchun mehribon bo'ladi deydi, to'g'rimi? Yaxshi so'z bo'ladi deydi. Misol uchun Instagramda ham ko'pda, men ham ko'p ko'raman, o'zbek qizlar bilan karis qizlar solishtirishlarini, yo'da karis qizlar yaxshiroq ko'rsatiladi. Men anaqa jihatlarni o'ylayman. Keyinchalik baribir men bu yoqda necha yildir ishlagandan keyin O'zbekistonga qaytib ketish niyatim borda. Koreyada umrbod qolish niyatim yo'q. Butunlay O'zbekistonga qaytish niyatingiz bor. Shunaqa. Oilamni bag'rida o'sha yerda yashash niyatim bor. Xo'p, agar deylik, karis qizga uylansam, keyin qaytib ketgandan keyin men bilan yashasa, u yoqqa moslasha olmasachi. Xo'p, moslashgan taqdirda ham uni oilasi bu yoqda. Qanday borib keladi? Xullas, borib kelib yuraverasizda birga. Bilmadim, xullas, bularni bilmadim, to'g'ri kelmaydi. Va o'zimizda o'zbek qizlar. O'zimiz o'zbek qizlar yaxshi. Qo'shilaman. Qo'shilaman, o'zimizda o'zbek qizlar ketmaydi. Lekin bilmayman, men ham tushunmayman nimaga bir xilga odamlar karis qizini juda ham yaxshi ko'rsatishlarini men ham tushunmayman.
Ular o'ylaganda qo'yam emas menimcha tushunish. yo ular o'ylaganda emas. To'g'ri, yaxshi xarakterli koreys qizlar bor. Masalan, yaqindan tanimayman-u, lekin ba'zi o'sha bolalar bor, o'sha koreys qizlar bilan gaplashib, keyinchalik u koreys qiz boy musulmon dinini qabul qilib, o'shanga uylanganlar ham bor ancha. Instagramlarda ham ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak. Shunaqa oilalar ham bor. Chet ellik bo'lishi. Ular bilan ham bir borib gaplashib, keyin shunaqa bo'ladi-da. Shunaqa. Umuman endi boshqa emas. Shunaqa. Demak O'zbekistonda oila qurib, oilangizga olib kelmoqchimisiz? Shunaqa. Ketasizmi? Yo, oila qurib, o'sha ayolimni olib kelib, shu yerda bir necha yil yashab, olib kela olasizmi o'zi Koreyaga ayolingizni misol uchun oila quradigan bo'lsangiz olib kelasiz? mendagi viza bilan o'sha oilamni bemalol olib kelsam bo'ladi. Oilam deganda o'sha ayolimni, agar farzandim bo'lsa, farzandimgacha. Ota-onamni faqatgina sayohatdan osib olib kelsam bo'ladi. Vizasini qilib berishadi demak, to'g'ri? Vizani qilib berishadi. Tushunarli. Hozir sizni vizangiz qanaqa viza o'zi? E7 viza. E7 vizadasiz. E7 vizada bo'lganligingiz uchun Koreyada ayolingizni qonuniy olib kelsangiz bo'ladi. Oilab yashasangiz bo'ladi. Shunaqa. Oilab yashasangiz ham kompaniya joy qilib beradimi? Yo'q. Qilib bermaydi. U endi juda katta kompaniya bo'lishi kerak. O'shanda ham uy joyingizga to'liq to'lab bermaydi. Qanchadir anaqa berishi mumkin. Yordam berishi mumkin, lekin uy joyini to'lab beradigan kompaniya ko'rmaganman. Tushunarli. Lekin oilangiz bilan chetda yashab ko'rmoqchisiz bir. Ha, oilam bilan shu yerda yashab, u yoqqa sayohatga borib, bir necha yil. Yosh oila uchun zo'r, lekin Koreya sharoiti. Ha, Koreya pulingiz bo'lsa, vashshi masala joy. Pulingiz bo'lsa hamma joy ham yaxshi, lekin Koreyada boradigan joylar ko'p. Shunaqa, Koreyada boradigan joylar ko'p. Qo'shilaman. Bo'lmasa asosiy oxirgi savollardan boshqa bo'ladi, menimcha. Hozir o'sha Koreyadagi, misol uchun, kelganingizdan boshlab ishga kirish, ishdagi sharoitlar, oyliklar hammasini gaplashdik. Koreyan boshqalarga maslahat berasizmi? Misol uchun hozir Koreyaga kelish rosa ham ko'p. Ya'ni hozir viza chiqdi, to'g'rimi? Konsaltinglar ko'payib ketdi. Koreyaga kelish avvalgidan ko'ra ancha oson. Ya'ni bakalavr diplomi bo'lsa, tilni bilmasdan ham shunday kirib kelishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Koreyani maslahat berasizmi boshqa odamlarga? Kelib, misol uchun, yerda yashab, ishlab, misol uchun kompaniyalarda ishlab yoki qanaqadir biznes qurib yoki kelib pul qilib qaytib ketish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi kelish kerakmi Koreyaga? Kelishni xohlagan odamlar kelishi kerak. Kelib pul qilib qaytib ketgan yaxshi variant. Kelib, misol O'zbekistonda yurgandan ko'ra 3-4 so'm pul qilib qaytib ketish ham yomon variant. Yomon variant emas. To'g'ri, oilangizdan uzoqda bo'lasiz, o'sha qiyinchiligi bor. Siz kutgandek bo'lmasligi mumkin Koreyada boyagi kinolarda endi boshqa zo'r qilib ko'rsatdi. Любой davlatning kinosida ham drama dahshat qilib ko'rsatadi Koreyani. Unaqa bo'lmaydi, lekin kelgandan keyin boyagi og'ir mehnat qilgandan keyin men orzu qilgan narsa shumidi degan narsa bo'ladi. Baribir hammada. O'shaning uchun boyagi qiyinchiligiga chidab kelsa, masalan, kelishni xohlasa, u endi hammani o'ziga bog'liq. Kelishga emaslik qarori. Men kelinglar yaxshi joy, kelmanglar yomon joy demayman hech kimga. To'g'risini aytayapman, mana shunaqa. Kelsanglar shuncha oylik olasizlar, masalan, ishlari qiyin bo'ladi, ba'zida oson bo'ladi. Qanaqa ish topishingizga qarab, shunaqa kelish uchun nimalar kerakligini aytayapman. Endi uni hamma o'zi hal qiladi. Shaxsiy qarori. Shunaqa kelsa, Koreya qanaqa davlat? Ko'p ishlab, kamroq dam olib, ko'p pul topadigan davlat. O'zbekistonda qilib bemalol emas. O'zbekistonda qilib bemalol emas. Ha, voshshi tez ko'p ishlab, shunaqa vaqtida. Atak misol uchun kelib, misol uchun o'qishga kelgan bo'lsa, boshqa narsaga kelgan bo'lsa, ancha dunyoqarashi kengayib ketadi. Baribir kelgani yomon qaror deb o'ylaymiz. Shunaqa. O'quv sistemasi bu yoqda zo'r. O'quv sistemasi. Misol uchun ko'pchilik o'qimayapti endi. O'qimaydiganlar endi ular boyagi o'qishga kirib qo'yib, keyin pul topib, shunaqa maqsadda kelgan. Ko'pchilik noqonuniy anaqaga chiqib ketadi o'zi. Endi hammani o'ziga bog'liq. Keyin noqonuniy chiqib ketadigan bo'lsa, baribir bunaqa sharoitda yashamaydi-da. Ha, unaqa noqonuniyga chiqib ketgandan keyin ko'pchilik nimalaringiz cheklanib qoladi o'zi. Shunaqa doktorga misol uchun sug'urtalari yo'q, sug'urtangiz bo'lmaydi. Kasal bo'lishga haqqingiz yo'q, to'g'rimi? O'zbekistonga borib oilangizni ko'rib kela olmaysiz. Shunaqa. Men ham bir xil keyslar eshitganman, misol uchun uyda ota-onasi o'tib qolsa ham bora olmaganlari bor-da. Misol uchun noqonuniy bo'lgani hisobiga Koreyadan chiqib ketadigan bo'lsa, qaytib kira olmaydi. Shunaqa. Koreyaning shunaqa joylari ham bor. Shunaqa. Demak,
Bizni YouTube kanalimizda birinchi mehmon bo'ldingiz. Pochini ochib beribman-da. Ha, pochini ochib berdingiz. Rahmat. Endi hozir odamlarga qanchalik foydasi tegadi, yo'q bilmaymiz. Foydasi tegadi degan umiddamiz. Misol uchun kimdir kelib, misol uchun bitta odam bo'lsa ham, ha, Koreyada shunaqa odamlar bor ekan, shunaqa sharoitda harakat qilsa erishsa bo'ladi ekan yoki mana shunaqa sharoit ekan deb hech narsa ma'lumot o'rnida bilsa ham menimcha foyda deb o'ylayman. Agar birorta fikringiz bo'lsa o'zingizda aytsangiz bo'ladi yoki Koreya haqida umumiy tavsiyangiz yoki maslahatingiz yoki biror narsa bo'lsa tugatishdi. Tugatish uchunmi? Maslahat. Xo'p, Koreyaga kelishni orzu qilayotganlar, niyat qilayotganlar. Hamma blogerlarning gapiga ishonavermanglar. Birinchi o'rinda Koreyada men mashincha pul topyapman, men unaqa mashincha pul topyapman. Hamma unaqa topadi degani emas. Hozir subyektiv anaqasi bor, YouTube'da ko'rsatuvi bor. O'sha zo'r video chiqargan Koreya haqida, Koreyadagi o'zbeklar haqida. O'shandan ham ko'p ma'lumot topsanglar bo'ladi. Haqiqiy qanaqa hayot Koreyadagi. Qiyin hayot, lekin eplasa bo'ladi. Ko'p yaxshigina harakat qilsanglar, eplab anchagina yutuqlarga erishsa bo'ladi Koreyada. Iloji bo'lsa, eng zo'r variant Koreyada kelib, o'sha pulni topib O'zbekistonga qaytib ketish kerak. O'shada keyin o'sha topgan pulini, boyagi orttirgan tajribasini rivojlantirib, birorta biznesga ketish kerak yoki nimadir boshlash kerakmi? Shunaqa. Eng zo'r variant shu. Rahmat. Tashrif uchun dedik-ku. Bizni kuzatib qo'yasizlar. Plus YouTube'da birinchi videomiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, bizga katta yordam bo'lgan bo'ladi. Rahmat.